ham bizlar readingda bitta nazariy tushuntirib beraman hamma narsasini nima o'zi xayolimiz oldiga yana ham osonroq qilib keltirishga harakat qilamiz. Chunki bu yerda hamma bir necha marta B2 topshirgan, bu yerda ustozlar bor. Bu ustozlar ham misol uchun bir necha marta Sivon uchun harakat qilayotganlar bo'lishi mumkin. Men aytadigan gaplarim, men o'zi alohida qilib aytaman. Ko'p holatlarda Sivon uchun ham texnika aytib ketaman, B2 uchun ham. Lekin 80% texnikani reading bilan listeningda 75 ta xohlab men texnika aytaman hammaga. 75 ta xohlab. Tushuntirib bera oldimmi? Shuning uchun hammadan iltimos qilaman. O'sha praktikani kuchaytirishimiz kerak bo'ladi. Hamma narsa o'qituvchiga bog'liq degan joyi yo'q. Masalan, men sizlarga natija qilib berishim uchun va mana shu qo'shimcha ustozlar natija qilib berishi hammamiz birlashib bizlar 20% hal qilsak, siz uyda o'tirib praktika qilishingiz esa 80% hal qiladi. Shuning uchun hozirgisi mana readingda men bitta tushuntirib beraman sizlarga, ya'ni qo'shimcha tartibda. Hammadan iltimos qilaman, o'zi avval o'rgangan, offlayndagi o'rgangan ustozlardan, boshqalardan hammasini bunday olib bitta arxiv qilib turamiz. Hozir mendan oladigan ilmni ham bitta tarafga qo'yib olamiz. Ertaga hammasini birlashtiramiz. Hozirgi qatnashayotgan, masalan, 100 ga yaqin, masalan, shu yerda qatnashuvchilarimiz hammasi ilmli, yaxshi, faqatgina natijaga biroz yetmay qolganlar hisoblanadi. Shuning uchun shunga moslab tushuntiraman. Lekin baribir part 1 dan boshlab to part 5 gacha tushuntirib beraman. Shu jarayonda ko'pchilik biladigan texnikalarni ham olib o'tib ketishi mumkin. Lekin har doim hammaga aytaman men, hech bo'lmaganda mana readingda overall'iga 1 ball bo'lsa ham qo'shishga harakat qilaman. Yangilik berishga harakat qilaman sizlarga. Endi vaqtimiz kam, qisqaroq ravishda tezroq o'tishimiz kerak bo'ladi. Endi demak o'tgan hafta biz listeningni yopib oldik. Bu hafta esa biz readingni bitta yopib olamiz. Bugun nazariy qilsam, ertaga amaliyotini birgalikda bajaramiz. Ya'ni 30 tadan ko'p topish bilan hammamiz birgalikda ishlaymiz. Kecha safarga ham xuddi shunday chat qilib, boshqa qilib ishladik-ku, xuddi shunaqa tartibda. Faqat sizlardan iltimos qilaman, men tushuntirayotgan vaqtda hech kim chatga hech narsa deb yozmasin, chunki chalkashib ketib qolamiz. Men baribir chatni ochganim yo'q, ko'rganim. Men o'zim chatga ruxsat beraman. Keyin birdan rejamizni ham aytib qo'yay sizlarga. Hamma biladi, yakshanba kuni bizlarda yana master klass bo'ladi. O'sha master klassda bitta zo'r tarafi men ekzamenda nimalar qilish kerakligini ko'rsatib bermoqchiman. Men ya'ni ko'pchilikda ilm oladi, o'sha ilmni tezkor usulda chiqara olmay qoladi. Shunisini o'rgataman. Eng muhimlardan bittasi men speakingni tushuntirib bermoqchiman. Nimaga? Speaking birinchi bo'lish ehtimoli katta. Shuning uchun yakshanba kunlik darsimda, ya'ni master class bu bepul umumiy hammaga ochib qo'yilgan bo'ladi. O'sha kanalda yoki YouTube kanalimiz silkasida bo'lib o'tadi. O'shanda men birinchi speakingni tushuntirib beraman. Zo'r qilib hamma narsa nima qilish kerak, qanaqa narsa qilish kerak. Chunki juda ko'pchilikning muammosi speaking bilan writingda muammo bo'lyapti. Va ustozlar, qo'shimcha ustozlar esa qolgan skilllarni yaxshilab tushuntirib beradi. Writingda nima qilish kerak, readingda nima qilish kerak. Ana endi yana bitta reja qo'yib olamiz. Keyingi hafta esa sizlarni o'zlaring bilan shu yerdagilar bilan esa speakingni mukammalroq qilib ishlab beramiz sizlarga. Ya'ni nazariyasi bitta ko'rib oldilaringiz-ku, keyin amaliyoti bilan ko'rib olamiz. Ya'ni men shunaqa qilmoqchiman, narigi haftada hamma bilan hech bo'lmaganda bitta speaking olib ko'rmoqchiman. Prosta nazariyasini bitta yaxshi eslatib olaman degan. Endi yetadi-ku, hammaga 3 minutdan vaqt bilan speaking ko'rib olsam, o'zi 3 ta savol bersam, speaking qanaqa ekanligini men bilib olaman o'zi avtomatik. O'shani qilib amaliyot qilib o'rgataman, faqat sal bardakroq bo'lishi mumkin, lekin speakingni yaxshilab olsak bo'ladi. U amaliyot bilan yaxshilanadigan jarayon hisoblanadi. Ko'pchilik ideya kelmay qolsa nima qilish kerak? Sivanchilar nima qilish kerak? U ko'proq sivanchilar shablon bilan emas, speaking bilan writingda shablonni olib, shunchaki shablonni boyitib gapirib chiqish kerak. Writing bo'layotgan bo'lsa, boyitib yozib chiqish kerak bo'ladi. O'shanda ular darajasi 60 umuman writingdagi speakingda overall yuqoriroq chiqib beradi. 60 ni yuqori qilmasa bo'lmaydi. Writingda ham speakingda. Reading bilan listeningda kelsa 75 ga yaqinlashtirish, 70 ni yuqori chiqish kerak. O'shanda 65 eng oxirgi ballga erishish mumkin sivanchilarga nisbatan aytilyapti. Demak, sivanga qarab men tushuncha berib ketaveraman, bituvchilar orasida birdaniga o'tib ketaveradi, natijaga erishtirib. Demak, rejamiz mana shundan iborat hisoblanadi. Speakingga salgina nima uchun speakingni qilayotganim sababi
shu birinchi speaking bo'lib qoladi. Shuning uchun menga speaking kerak. Narigi hafta men speaking rejalashtirib turibman hamma bilan. Bitta nazariyasini tushuntiraman dagin. Undan keyin esa speakingni bitta-bittadan hammadan olib o'tib ketaman jarayonni. Sal bardak bo'ladi, lekin agar tartibga hammamiz barobar amal qiladigan bo'lsak, speakinglarni oshirib beraman. Xudo xohlasa hech kimniki endi juda pastga nisbatan gapiryapman-da. 50 dan kam chiqmaslikka harakat qildirtiraman shu yerdagilar hammasinikini. Maksimal 60 dan yuqorisiga. Men o'zimda o'quvchilarimdagi natijalar 65 bo'lgan. Endi tan olib aytib, unaqa yuqori natija bo'lmagan menda. 65 eng yuqori natija, shundan 64, 65, 63 daraja bo'lgan. Speaking bilan writingdagi, yo'q, writingdagi unaqa emas, writingdagi 66, 67 chiqqan. Listening bilan readingdagi 75 doim любой o'quvchiniki yaxshilab tayyorlasak o'zi chiqib ketib qoladi. Chunki readingda ham listeningda ham hammaning xabari bor. Bu 35 ta yetsa 75 chiqadi degani emas. Bu 31, 32 dan boshlanadi. Ya'ni 31 dan tepasi o'zi 75 baho beriladi degani bo'ladi. Shuning uchun hammani maksimal, hamma so'raydi, natijangiz o'zingizniki qanaqa deb so'raydi. Mana qanaqa natijalar qilgansiz deydi. Reading bilan listening 75, Instagramga qo'yganman, o'zlaring ham ko'rgan bo'lsalaring kerak va speaking bilan writingdagi esa shu 64, 65, writingdagi esa 65, 66, 67 mana shunaqa oralda chiqqan. Sizlarga ham xuddi shunaqa qilib berishga harakat qilaman qo'limdan kelgancha, lekin avvalambor men aytganlarimni hammasini bajarishlaringiz kerak. Erinmay, men prosta bittalab, maydalab tushuntiraman-da. Shuning uchun sal ko'pchilik zerikib qolishi mumkin. Suv ichi bir narsalar qilib tursalar yaxshi bo'ladi. Zo'rda mana tasavvur qilinglar, 111 ta o'quvchining ichidan 60%, 60 taga yaqin avvalo hamma olsin. Endi baribir Xudoda baribir g'alaba bilan mana bitta g'alaba tursa, mana bitta mag'lubiyat ham turadi-da. Buni ham tan olishimiz kerak. Endi kimdir g'alaba qozonar, kimdir g'alaba qozona olmasligi mumkin bo'ladi-da. Endi tasavvur qilaylik, 60-70 ta odam natija qilsa qanaqa zo'r narsa. Orasida mas Sivonlar bo'lsa masalan 10 ta 15 ta uni orasida ko'pchiligini bitu tashkil qilsa, men o'zim bitta maza qilaman-da. Tasavvur qilaylik, bitta Tesla mashinasini yoki bo'lmasa bitta Toyota, Honda mashinasini minganday bo'laman men o'zimga nisbatan. Shuning uchun men jon kuydirayotganim sababi shu, xayolimda o'zim natija qilayotganda shu yerdagi 100 tadan ziyod o'quvchiniki. Eng katta narsasi hammani speaking bilan writing tortib yoradi. Shuning uchun narigi haftaga men speakingda mana shu tartibda sizlar bilan jonli tartibda men amalga oshirib bermoqchiman. Meni rejam hammaga ma'qulmi? Kelasi darsda men speaking qilaman. Chunki 5-maydan boshlab turib speaking boshlanib ketib qolishi mumkin oldinroqdan. Speaking o'tib keyin main test bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun birinchi speakingni zo'r tayyorlamoqchiman. Kimga ma'qul bo'lsa ma'qul deb yozib yuboringlar. Yanagi darsga, yanagi haftadan boshlayman men. Nazariy ham amaliyotini sizlarga qilib bermoqchiman men. Nimadan? Zo'r. Aha, zo'r. Yaxshi, zo'r. Aha. Faqat shu hammadan iltimos qilinadi, tartibga bo'ysunsak, bu yerda ko'pmiz speaking qilayotgan vaqtimizda ko'pchilik gap qo'shmasa, nima qilmasa, men individual tartibda erinmay, hech kim qilmagan ishni qilmoqchiman-da. Onlaynda ko'pchilik speaking olish nihoyatda qiyin-da. Men lekin o'zim o'sha narigi hafta hammadan olib chiqmoqchiman. 2 kunlik darsim bor-ku, 2 soat emas, mayli 3 soat ketsin vaqtimiz. Hamma bilan bitta-bittadan feedback beraman. Masalan, tasavvur qiling, Dildoraga feedback beryapman-da. Dildoraga feedback berayotgan bo'lsam, tasavvur qilinglar, bu yoqdan Shahzoda qabul qilib oladi, Nargiza qabul qilaveradi o'sha feedbacklarni. Shuning uchun 4-may degan narsasida xavotir olmanglar, 5-dan boshlanadi. Agar 5-ga speakingni qilinayotgan bo'lsa, seshanba kuni ham o'zim o'tib beraman. Bunaqa, ya'ni dushanba, seshanba, chorshanbani ham o'zim o'tib beraman speakinglarini agar bittada e'lon bo'lib qoladigan bo'lsa. Unisidan xavotir olmanglar. Prosta menga shu natija kerak. Eng katta narsalardan bittasi shu. Maza qilaman o'zim. Tak shu hafta qilsak yaxshi bo'lar. Yo'q, siz xavotir olmang, chunki mana reading bilan listeningni ko'tarish kerak. Eng katta narsalardan bittasi shu. Ko'pchilikda speakingni misol uchun men tushuntirgan bilan ichkariga kirib dovdirash degan narsasi bor-da. Keyin yoqda nazoratchilar ham bor. Men sizlarga hali bir ikkita sekretlarni tushuntirib beraman. Men shu yerda onlayndagilarni o'ziga tushuntirib beraman-da sizlarga. Shuning uchun nima deydi? Hozir bizlar mana shu hafta readingni qilaylik, xavotir olmanglar, agar chiqadigan bo'lsa, men qo'shimcha dars ham qo'yib, birdan speakinglarni ham taqib qo'yaman. Hozir speakingda mana bitta yo'lini aytaman sizlarga, hamma o'ziga o'zi speaking gapirib yursin. Baribir ko'pchilik offlaynga boryapti, boshqa ustozlari bo'lishi mumkin. O'sha ustozlar bilan speaking shug'ullanaversin va xayolan har kuni 10 minut, 5 minut o'ziga o'zi gapirib yursin. Ingliz tilida qo'lidan kelguncha gapirib yurish kerak bo'ladi. Ana shu odam speakingini yana ham yaxshilab beradigan jarayondan bittasi hisoblanadi. Past ko'pchilikda, hammada past, juda ko'pchilikda speaking past. Uni sizlarning muammolaringni bilaman, men yechim bera olaman. Sivanchalarga ham yechim bera olaman. 65 qanday qilsa 65 chiqadi, qanday qilsa
Misol uchun 50 dan yuqori chiqadi. Ularni men sizlarga hammasini jarayonini beraman. Faqat iltimos shu kirganda menga amal qilib chiqsalar, Xudo xohlasa eng past baho ham 50 dan past bo'lmaydi. Faqat hamma amal qilish kerak bo'ladi. Demak, rejamni tushuntirib oldim sizlarga. Kelasi hafta nimalar qilishimiz kerakligi va bu haftanikini ham tushuntirib oldim. Demak, qaranglar, readingga e'tiborni qaratamiz. Demak, qaranglar, readingni part 1. Part 1 o'zi part 1 nima o'zi? Mexanizm qilib olishimiz kerak bitta jarayonda. Men prosta bugun nazariy qilib ko'rsataman sizlarga, ertaga bitta ishlab ko'rsataman, ya'ni birgalikda ishlaymiz. Endi bilasizlar, ana o'zlaring ko'rgansizlar. 1 2 3 4 5 6 hammani ko'zi ekranda bo'lsa, faqat bu prosta takka berilgan bitta shablon hisoblanadi. Ya'ni shablon emas, ana Premierga berilgan namuna sifatida reading qo'yib qo'yibman. Bu narsa buni ishlamaymiz lekin. Endi ko'p holatlarda part 1da mana bu yerda sarlavha turadi. Nimanidir deb yozgan sarlavha bo'lib qoladi. O'sha sarlavha asosida ketiladi. Hozir o'chirib tashlayman. O'sha sarlavha asosida ketiladi. Mana bu yerda sarlavha turadi. O'sha sarlavhani o'qib olishimiz kerak bo'ladi. Chunki shu sarlavhadan bizlar nima ekanligini tekstni bilib olamiz va shunga miyamizni fokusini qaratib olamiz. Sistemani. Endi eslab qolamiz. Listeningda qanday 3 ta pog'onada tushuntirishni aytgan bo'lsak, buni ham 3 ta texnika asosida tushuntirib beraman sizlarga. Readingni part 1 oson hisoblanadi. Ko'pchilik bu narsani qiynaladi. 6 tadan 6 ta topish kerak. Keyin men sizlarga yana bitta aytib o'taman. Men birinchi sizlarga praktika qilishni o'rgataman, undan keyin esa mock qilishni o'rgataman. Praktika boshqa jarayon, mock esa umuman boshqa jarayon hisoblanadi. Men keyin tushuntiraman. Ekzamendagi holatni faqatgina 3-may kuni nima qilish kerakligini aytib o'taman. Umumiyda sizlarga ham alohida onlaynda tushuntiraman, maydalab tushuntiraman. Bu yoqda birdan loppa qilib tushuntiraman. Endi 6 tadan 6 ta ishlash kerak buni. Endi agar sizlar mockda bo'layotgan bo'lsalar, mockda 5 minutda ishlab bo'lish kerak bu narsani. 5 minutda. Lekin praktika qilyapsizlarmi? Praktikada topmaganliklaringcha ishlash kerak. Topmaganliklaringcha. Endi 3 ta pog'ona bilan, 3 ta texnika bilan ishlanadi. Birinchi texnikamizda anaqa comprehension, ya'ni o'qib, tushunib, topish so'zlarni. Bu comprehension. Endi bunga so'z boyligi ko'proq bo'lish kerak bo'ladi. Ya'ni tasavvur qilinglar, mana bunaqa narsada readingni biri ko'proq bema'ni so'zlar deyiladi. Yo'q, men unaqa deb baholamayman. A2 daraja deb baholayman-da bu narsalarni. Mana bitta gapimiz, mana 13 ta, 12 ta so'zdan iborat bo'ladigan bo'lsa, comprehension topish uchun o'sha 12 ta, 13 ta so'zni biz 9 tasini bilishimiz kerak bo'ladi. 9 tasini bilib turib, tasavvur qilinglar, qolgan bir 5 ta, 4 tasini bilmay qolsak, qolganini biz taxmin chiqarib tarjima qila olamiz biz. Mana shu narsa comprehension bo'ladi. Lekin 50 kelik bo'lib qolsa, masalan, tasavvur qiling, 12 ta so'zdan iborat bitta gap bor readingda ichida. Shuni biz 6 tasini bilamiz, 6 tasini bilmaymiz. Yo'q, bu vaqtida biz tarjima qila olmay qolamiz, ya'ni comprehension ishlamay qoladi. Shu vaqtida nima qilamiz? Biz ikkinchi usuldan foydalanamiz. Ikkinchi usulimiz bizlarda eslab qolinglar, grammatika va kalit so'zlar bilan topish kerak bo'ladi. Bu narsani qolgan ustozlaring ham sizlarga aytib o'tgan. Endi qarangizlar, nima qilamiz? Keyingi usulimiz esa nima deydi? Qaysidir javobni belgilab qo'yish shuni ichidan. Juda ham topolmay o'tib ketib qolsak, mana bu javobga nimadir qo'yib turinglardan ikkinchisiga o'tib ketish kerak. Chunki kechagi safargida ham listeningda ham aytdim, qolib ketib qoladi miyada. Hozir uchinchisi esa taxmin qaysidir javobni olib qo'yib qo'yishni o'rgataman sizlarga. Juda ham bo'lmagan taqdirda. Ana endi tasavvur qilamiz, comprehension bilan, ya'ni tushunib, reading so'zlari bilan ishlash bizlarga qo'l kelmay qoldi. Qandaydir so'z boyligimiz, reading so'z boyligimiz yetmay qoldi. Endi nima qilamiz biz? Texnikaga e'tibor qaratamiz. Ikkinchi texnikamiz grammatika va so'z boylik bilan, ya'ni kalit so'zlar bilan ishlash, so'z boyligi bilan, kalit so'zlar bilan ishlash. Endi mana shu yerda bitta narsaga ahamiyat qaratishimiz kerak. Mana bu yerda bitta deb qo'yibdi-da. Bitta so'z qo'yishimiz kerak deylar. Keyin ko'p holatlarda e'tibor qaratishimiz kerak. Balkim raqam ham degan bo'lishi mumkindir. Ko'pchilik shartini o'qimaydi. Ana sharti ham juda ham muhim bo'ladi. Mana bu yerda sarlavha bo'lsa, sarlavhasini ham o'qimaydi. Sarlavhani o'qib, fikrlab olishimiz kerak bo'ladi. Nima haqida ketadi, hozir nima so'zlari bo'ladi. Ana endi bitta narsani o'rgataman sizlarga. Birinchi readingga o'tirdilaringizmi? Demak, shartini o'qiymiz. Ikkinchisi esa sizlar sarlavhasini o'qiymiz. Sarlavha haqida hech bo'lmaganda 20 sekund shoshayotgan bo'lsangiz, o'ylab olinglar nima haqida keladi. Keyingisi esa readingda part 1da buni multi level reading kitobida ham bor. Bu narsani sizlarga yana bitta qaytarib o'tib ketaman. Mana bu yerda mana
mana shu yerda tasavvur qilinglar, mana shu yergacha eng ko'p ishlatilgan so'zlar tagiga chiqish kerak bo'ladi. Men praktikada aytyapman men. Mo'kda u boshqa narsa. Shuning uchun shu narsani to'g'ri tushuningizlar, hurmatli shogirdlar. Demak, eng ko'p ishlatiladigan so'zlar degani nima? Bittadan ko'p ishlatiladigan so'zlarimiz deb belgilab qo'yish kerak. Nimaga? Bizlarda part 1da zanjir usulida ketaveradi. Tushunib oldilaringiz-a? Chunki mana bu yerdagi javobni mana shu yerdagi javobni, mana bu yerdagi tepadagi so'zlardan birontasini olib qatnashtirish kerak. Bu aslida shuning uchun biz nima qilamiz? 2 marta takrorlanadigan so'zlarni belgilab, chizib chiqishimiz kerak bo'ladi. O zo'r, ancha 60 taga yaqinlashib qolibdi kuzatuvchilarimiz, ya'ni darsga qatnashuvchilarimiz. Demak, ikkitaga yaqinlashdimi so'zlar mana shu yerda ishlatiladiganimiz, shularni tagiga chizib chiqishimiz kerak bo'ladi, unaqasiga. Tagiga chizib chiqdikmi, endi mana bu yonboshga yozib chiqamiz. Misol uchun tasavvur qilinglar, 1.200.000 degan so'zimiz qaytarildi, yana qaysidir joyda, mana bu joyda qaytarildi deyishimiz mumkin. Yo bo'lmasam research so'zimiz qaytarildi. Yo bo'lmasam mana bu yerda Shavkat Mirziyoyev degan so'zimiz, prezidentimiz mana bu yerda yana bir marta qaytarildi ismlari deb belgilab chiqdikmi, endi mana bu yerlarga bitta-bittadan mana bunday qilib yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Nega deganda bu narsani sizlarga yana bir marta tushuntirib o'taman. Bu ko'pchilik ham biladi. Bu javob bo'ladi. Masalan, mana bu yerda, mana shu joyda 10 ga yaqin so'zimiz qayta ishlatilgan, ya'ni bir martadan ko'p ishlatilgan. Shularni mana bu yerda 10 tasini belgilagan bo'lsak, hech bo'lmasa 3 ta 2 tasi mana bu yerlarga javob bo'ladi, usta javob bo'ladi. Shu bizlarga mana bu tekstni ishlashimiz uchun oson bo'ladi jarayonda. Bu endi kalit so'zlar bilan ishlash. Kelinglar, bunday qilamiz. Mana shu tekst ichida hamma hech bo'lmasa 2 ta yoki 3 tani qaysi so'z 2 marta ishlatilgan, ya'ni bir martadan ko'proq ishlatilgan, faqatgina shu yerga tagi chizmaymiz, ekranga teginmaymiz. Iltimos, menga xalaqit beradi bu. Faqatgina chatga yozamiz. Qaysidir so'zni kim ko'rib qolgan bo'lsa 2 marta ishlatilganligini, shu so'zni chatga yozib qo'ysam bo'ldi. Men shu so'zligini bilib olaman sizlardan. Mana bu yerda mana hammaga 20 sekund vaqt. Hop. Project, production necha marta qaytarilgan? Building, project building, zo'r. Projects, ana shu projects necha marta qaytarilgan? Exports necha marta? Billion necha marta qaytarilgan shu billions? 2 marta. Yaxshi. Zo'r. Qolganini qidiryapman menimcha. 3 marta project qaytarilgan. Project ko'p ancha. Hop. Projects. Zo'r. Quality degan so'z ham qaytarilgan. Production qaytarilgan deyapti. Yaxshi. Bo'ldi. Chunki nazariyaga ishlab ketmak. Endi qaytarilgan so'zlarni ko'rib chiqdik, o'sha narsalarni yonboshiga yozib qo'ydik. Endi keyingi qiladigan ishimiz bizlar javoblar topishimiz kerak bo'ladi. Bizlarda shunaqa readingda qoida bor. Part 1da bitta gap tepada, bitta gap pastda so'zlardan, ya'ni o'sha gaplarning ichidagi so'zlardan olinadi. Endi bu yerga bo'sh qolgan so'zlarimiz qaysi so'z turkumlari qo'yiladi? Ko'p holatlarda. Hisob qilamiz. 3 ta ot so'z turkumi, 2 ta sifat, bitta raqam. Balki teskari kelishi mumkin. 3 ta sifat, 2 ta ot yoki bitta fe'l kelishi mumkin. Ko'p holatlarda esa ot so'z turkumi keladi. Kam holatlarda sifat keladi, kam holatlarda esa son keladi, yana kam holatlarda fe'l kelishi mumkin bo'ladi. Endi bizlar har doim keyingi usulimiz esa mana bu yerda grammatikasiga qaraymiz. Demak, will also deyaptimi, exports deyaptimi, mana bu yerga demak qanaqadir bizlar fe'l qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bitta gap tepada, bitta gap pastda bo'ladi. Keyin bitta texnikani o'rganib olingizlar. Qanaqa texnika ishlasalaringiz, masalan, keyingi savolda o'sha texnikaga qarshi ular ham ishlaydi. Shu narsa esingizdan chiqmasin. Ya'ni grammatikaga qarab ishlayapsizmi? Grammatikaga qarshi ishlaydi ular. Shuning uchun texnika har doim almashinib turadi. Demak, bizlar keyingi usulimizda esa demak aytdim, grammatikaga chizib olib, o'sha grammatikaning oldina nima keladi, shunga qaraymiz. Ikkita, bitta gap tepada shu so'zni ichida bo'ladi yoki bitta gap pastda o'sha so'zni ichida bo'ladi javobimiz.
shu narsaga marhamat qarash kerak. Lekin bu 80%, 80%. Ko'p holatlarda borki, men kuzatganman mana. Misol uchun mana shu yerdagi javob, mana so'z umuman mana bu yerda kelib qolishi mumkin. Umuman masalan taxmin aytyapman-da, mana shu yerda kelib qolishi mumkin. Yoki masalan oltini so'zini qo'yishimiz kerak. O'sha oltini so'zi bitta tepada turishi kerak aslida, to'g'rimi? Lekin afsuski mana bu yerlarga kelib qolgan bo'lishi mumkin bo'ladi so'zlar. Bunga ham ahamiyat qaratishimiz kerak. Shuning uchun aytiladigan texnika 80% ishlaydi va bizlar e'tiborni qaratib turishimiz kerak 20% o'zgarishiga va ishlaydigan texnikamiz har doim almashinib turishiga ham qarashimiz kerak bo'ladi birda. Endi birda ishlayotgan vaqtimizda bitta narsaga, mana sizlar mana bu yerga aytdilaringki, endi biz nima deydi, no taraflariga qaraymiz. No taraflar. Fe'l keladi deyapmiz-ku mana bu yerda. Fe'l. Endi bizlarga undan oldingi gapda ikkita fe'l qo'yib qo'yadi yoki ikkita yoki uchta fe'l qo'yib qo'yadi. O'sha ikkita uchta yoki fe'l qo'yib baribir. Chunki fe'l turibdi, biz oson naryoqda bitta fe'l qo'yib qo'yamiz. Gapni o'qisalaring, bitta yoki ikkita gap naryoqda o'qisalang, ikkita anaqa turgan bo'ladi, fe'l turgan bo'ladi. Yoki uchta fe'l turgan bo'ladi. Endi ko'pchilik ikkilanadi. Tarjima qilayotganda qaysi birini qo'yishni bilmaydi. Agar juda ham qaysi birini qo'yishni bilmay ikkilanib turib tarjimaga qiynalsalaringiz, bitta usulda aytaman, bu usulim 50 yillik ishlaydi. Birinchi fe'lni emas, ikkinchi fe'lni qo'yamiz. Ikkinchi fe'lni emas, uchinchi fe'lni qo'yamiz. Ya'ni zanjir usulida javoblar kelaveradi. Birinchisi chalg'ituvchi, ikkinchisi yaqinlashtiruvchi, uchinchisi javob bo'lib qoladi. Bu endi taxmin qilingan holatda bu. Tushunib oldik-a? Sistemasini. Masalan, tasavvur qilinglar, ot qo'yishimiz kerak, a? Masalan, and of the this bir bola. Mana shu yerga this book deb qo'yishimiz kerak. Yo bo'lmasam this, misol uchun notebook, yo bo'lmasam this tea deb qo'yishimiz kerak. Men misol keltiryapman men. Yo bo'lmasam this book deb qo'yishimiz kerak-ki, endi shu bitta gap tepadagi so'zlarda qarasalaringiz, juda ko'p otlar turgan bo'ladi, pastda ham juda ko'p otlar turgan bo'ladi. Shoshadigan bo'lsangiz, javoblar umuman topolmaydigan bo'lsangiz, shunga yaqinroqda bo'lgan bironta otni belgilab qo'ying. Bu taxmin qo'yish usulini o'rgatyapman xolos. Endi yana bitta kichkinagina sizlarga texnikani ko'rsataman. Mana bu yerda this turibdi-ku. Mana shu this. Agar this turgan bo'lsa, bu birlik otligini bilasizlar. Endi this turibdimi? Demak, shu yerdagi pusto qolgan, mana bizlarga so'raladigan bitta so'zimiz, ya'ni ot yaqinroqda turibdi. Chunki mana bu this bilan belgilayapti. Z bilan bo'lsa, ikkita uchta gap teparoqda bo'lgan bo'lishi mumkin bular. Bular endi qanaqadir texnika bilan ishlash usullari deyiladi. Masalan, shunaqa takrorlaydi-da. Malika har kuni darsga zo'r qatnashadi desa, misol uchun dars degan so'zimiz bizlarda juda kuchli urg'u bo'lib ketyapti. Keyingi safarga desa, Malika o'rtoqlari bilan darsga qatnashadi desa, bu yerda yana so'zimiz o'zgarib, endi o'rtoqlari bilan degan narsaga ko'chib kelaveradi. Ya'ni part birimiz ash ko'chma usulda birikib kelaveradi. Shuning uchun biz ishlayotgan vaqtimizda 3 ta usul bizlarga qo'l keladi. Ya'ni birinchi usulimiz comprehension, ikkinchi usulimiz grammar va keywords, uchinchi usulimiz esa, ya'ni ana deyiladi, approximately bilan ishlash, ya'ni riskovay ishlash, taxmin ishlash usuli deyiladi. Taxmin ishlash deb sizlarga o'rgatdim. Ya'ni bitta oldindan bitta keyingisini olish kerak. Agar ikkita bo'lsa, uchta bo'lsa yaqinroq, ya'ni mana bu javobga yaqinroq bo'lgan bironta otni olishimiz kerak bo'ladi. Ko'p holatlarda teskari ham ishlab qolishi mumkin. Mana birinchisiga shunaqa olsangiz, ikkinchisiga esa birinchisi to'g'ri kelib qolishi mumkin bo'ladi. Endi part 1 bu nazariy jihatdan sizlarga bitta shunchaki tushuntirib berdim. Nima ekanligini jarayonda. Endi part 1da mana nima ekanligini bilib oldik-a? Men hali ishlaganimiz yo'q. Nima ekanligini kelib oldi, tasavvurimizga kelib oldi. Biz praktikada nima qilish kerakligini bilib oldik va endi biz mockga kirgan vaqtimizda uchalasini birdan ishlatamiz. Tegirma usulida. Comprehension orqasidan birdaniga tarozi kirib keladi, keywords va grammatik tahlil bilan. Undan keyingisi esa anaqa taxmin qo'yish bilan ham. Ya'ni nima deyiladi shu? Prediction bilan ham ishlaymiz. Ya'ni oldindan nima keladi? Ha, mana bu narsa keladi. Predictionni ham o'rgatdim sizlarga. Ya'ni oldidagi so'zga qarab prediction qilishimiz mumkin yoki juda predictionlarimizga to'g'ri keladigan 3 ta so'z bo'layotgan bo'lsa, yaqinroqdagi so'zimizni olib qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi yoki ot, sifat, fe'l, son shunga o'xshagan so'zlarni olishimiz kerak bo'ladi. Mana mockda almashtirib ishlanadi.
nazariyada prosta nazariya qilib ko'rsatyapman, praktikada esa siz javobni oltita topmaganingizcha ishlashingiz kerak. Chunki shuni ichida bor-da, mana shularni ichida bor, qanaqadir javob bor. Endi buni bizlar bitta, ikkita xato qilib ishlasak bu to'g'ri kelmaydi bu. Chunki biz 75 olishimiz uchun buni 100 ga 100 ishlashimiz kerak bo'ladi. Hozir 2-3 ta tushuntiraman, nima uchun bu juda ham zo'r ishlash kerak, muhimligini men 2-3 ta ko'rsatib berib o'tib ketaman. Bu oson bu. E, praktika qilayotgan vaqtimizda bizlar bo'ldi mockda umumiy ekzaminda yoki mockda 5 minut vaqt sarflashimiz kerak ekan-ku deb 5 minutda ishlamangizlar. Buni ishlab, uverin bo'lib, zo'r qilib, balkim 50 minut ketsin, balkim 1 soat ketsin, lekin javoblar tekshirishga hojat bo'lmaydigan darajada listeningda birga ishladik-ku, xuddi shu tartibda ishlashimiz kerak. Mana part 1da ikir-chikirigacha maydalab tushuntirdim. Kimlargadir 1% ma'lumot keldi, kimlargadir 10%, kimlargadir 80, kimlargadir 50% ma'lumot keldi. 1% bo'lsa ham ma'lumot berdim men. Aniq bilaman bu jarayonda sistemasida. Tak, yaxshi. Endi bir qay darajada nazariyasi tushunarli bo'ldi. Faqat ishlab ko'rish demayapman men. Lola opa, kamerani o'chiring. Bir qanday tushunarli bo'ldi nazariyasi, prosta ko'z oldimizga keldimi? Bilaman, bu oson, bu zo'r. Yorib tashlaysizlar sizlar, bilaman bu narsalarni. Lekin chiqmasin. Umuman bitta ham xato chiqmasligi kerak bo'ladi. Bizlar C1 uchun harakat qilyapmiz, 75 uchun harakat qilyapmiz. Bu narsaga ahamiyat qaratishimiz kerak. Shuning uchun bir umuman hech kimdan xato qilib, zo'r deb yozyapti. Rahmat. 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 Zo'r. Yaxshi. Yaxshi. Tak. Ertaga men mana shu nazariyamni tushuntirayotganimda amaliyotda isbotlab beraman, xudo xohlasa sizlarga. Bittalab ikir-chikir bilan birgalashib, qani nima bo'ldi, Zeybiniso, qani Farangiz nima bo'ldi deb bitta ko'rsatib ishlab ketaveraman. Tak, ana endi biz part 2 ga o'tamiz. Demak, hozir endi part 2. Siz borku part 1da B1 deb o'zingizga qiynashtirib olmang. B1 emas, A2 darajadagi. To'g'ri, o'zi asli ilmiy fan jihatdan qaraydigan bo'lsak, bu B1 daraja, lekin A2 da. Davay shunday qilaylik, A2 daraja deb o'zimiz uchun o'zimizga qulaylashtirish. Masalan, men qaysidir narsani yodlab aytib bermoqchi bo'lsam yo nimanidir qilmoqchi, men o'zimni talqinimda savolaman, o'zimni janrimga savolib, undan keyin kimgadir nimanidir aytib beraman. Shuning uchun men part 1da A2 daraja deb baholayman. Mayli, qaysidir o'qituvchilar palon, Ali ustoz hammani yengil qaratadi, yengil o'rgatadi deb bir bola deb muhokamalar bo'lyapti Telegram kanallarda, Instagramlarda. Bir bola bo'ladi deb turib, mana kecha maltili bo'lchilar unaqa bir joylarda yig'ilib qolibdi-da, meni rosa g'iybat qilishibdi, birovlar maqtagan, birovlar nima qilgan. Endi slab B1 B2 oldirtiradi, slab C1 oldirtiradi. Menga B2 olsa bo'ldi. Slabmi, slab emasmi, uni maqsadiga yetkazib qo'ysam bo'ldi. Qanaqa tartibda ketish, shablon bilan ertaga ular B2 olsa qanaqa ishlaydi, ertaga qanaqa B2 ni himoya qiladi, C1 ni qanaqa himoya qiladi deb gapirishib yotibdi. Men ko'ryapman, e'tibor bermayman, lekin menga shu olsin, B2sini olsin, uyog'i bilan rostdan qo'pol qilayotgan ishim yo'q. Qanday qilsam, bemalol Instaga kirib ketsam, magistr, doktoranturga kirib ketsam, ishlarga kirib ketsam bo'ldi. Uyog'ini o'zlari shakllantirib oladi. Bitta. Shuning uchun harakat qilyapman, qisqa muddatda tezroq qanaqadir shablon bilan bo'lsa ham natijaga erishishimiz kerak deb turib. Ana endi part 2 ga ahamiyat qaratamiz bizlar. Part 2 mayli, mana bunday qilamiz. B1 ga yaqin deb baholaymiz. B1 deb baholamayman men mana shu narsani. Endi demak, bizlar mana bu joyda men nima qilib olaman? O'zimga moslashtirib olaman. Masalan, 7 ni 1, 8 ni 2, misol uchun, ana odam mishkada yomon chizish qiyin-da. Mana bunda 3, 4, 5, hali tushunyapsizlar-ku xullas. 6, oydot, 7, 8. Endi bu yerda esa bizlar tekstlarimiz ham belgilab olaman men. 1, voydot, 2, xullas 2 da shu 3, 4, 5 ni chizish qiyin. 5, 6, to'g'ri chizdim o'zi. 7,
8, 9, xullas mana 10. Men ana shunaqa qilib olaman. Mm, Raqamlashtirib olaman o'zimga osonroq bo'lishi uchun. Demak, bu yerda 8 ta, u yerda esa 10 ta. Demak, bizlar 8 tani ichidan pastga qarab qidiramiz. 10 tani ichidan qidirmaymiz hech qachon. Buni deydi katta ustozlar bor, bilimi kuchlilar bor, bu narsani juda ham yaxshi biladi. Readingni bitu chiqqanlar ham bor. Mendan hammadan iltimos qilyapman. Men B2 uchun emas, men 65 uchun emas, 75 uchun harakat qilayotgan odamman sizlar bilan. Shuning uchun reading bilan listening eplasa bo'ladi. Shunga anaqa fikrimizni mo'ljallaymiz. Men 25 ta uchun harakat qilmayapman sizlar uchun. Men harakat qilyapman 31 ta, 30 ta. Ja bo'lmagan taqdirda 75 ga yaqinlashtirishim kerak bo'ladi. O'shanda sizda ertaga speaking borku, writing bu odamga bog'liqda. Men bir ikkita sirlarni aytib o'taman sizlarga. Endi bu ijtimoiy tarmoq bo'lganligi uchun, nima bo'lganligi uchun sal yashirib qog'ozga o'rab tushuntirib beraman. Speaking va writing qanday tekshiriladi, nima asosida, nimalar mumkin, nimalar mumkin emasligini. Shunda ko'rib olasizlar. Chunki bizlar bir necha marta kirib chiqaveramizda, o'zimizcha o'zimiz kimlar qanday tekshirishini, nima tekshirishini bilib olganmiz nimadan. Endi, demak, part 2 da 1 dan 8 gacha orasidan bizlar ko'rib olamiz. Endi bu eng osoni shu deb bilaman. Men to'g'ri part 1 oson, lekin part 2 ham masalan 8 tami, 8 tadan 8 ta topish kerak bo'ladi. Qanaqa usulda ishlaymiz? Bu ham shu. Birinchi usulimiz comprehension. Comprehension agar o'qib tushunishimiz past bo'lsa, so'z boyligimiz yetmay qolayotgan bo'lsa, ikkinchi usulga o'tamiz. Ikkinchi usulimiz bu grammatik kamroq ishlaydi, kalit so'zlar bilan ishlash va 20% grammatika bilan ishlash. Uchinchi usulimiz esa taxmin qo'yish. Topolmadikmi, taxmin qo'yishimiz kerak bo'ladi. Keyin yana bitta narsani inobatga olishingiz kerak, 7 bilan 8 zo'r ishlashingiz kerak. 7 bilan 8 da adashdingizmi? Endi bu yog'i chalkashib qolasiz. Shuning uchun 7 bilan 8 ga juda ko'p fokusni qarating. Keyin masalan 7 bilan 8 ga uzoq vaqt ishlang, uzoq vaqt mayli. Chunki 9, 10lar juda ham osonlik bilan topilib ketiladi. Chunki 7 bilan 8 siz adashib belgiladingizmi, 10nikini belgilab qo'ygan bo'lishingiz mumkin, bu yerda 12nikini belgilab qo'ygan bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu yerda mana bitta narsa, mana ko'pchilik bilmasligi mumkin, mana balkim 10 kishi bilar, balkim 15 kishi bilar, mana shu 7 bilan 8 juda ham muhim narsa hisoblanadi. Demak, ishlayotgan vaqtimizda ikkinchi usulimizda kalit so'zlar eslab qolamiz. Kalit so'z. Mana shu yerdagi kalit so'zimiz. Mana bu yerda 3 ta kalit so'zga to'g'ri kelsa, keyin olishimiz kerak bo'ladi. 3 ta. Endi bular qanaqa darajadagi so'zlar hisoblanadi? Misol uchun, o'zingizlar ham bilasizlar, e'lonlar qo'ygan bo'ladi. O'sha e'lonlarga yarasha bu yoqda uzaytirib qo'yilgan tekstlar. Masalan, mana bu joyda 2 ta gap bergan bo'lsa, mana bu joyda 4 ta gap bergan bo'ladi. Shunga mos bo'lgan gaplar bo'ladi. Endi bizlar masalan tasavvur qilinglar, Alisa enjoys pointing and visiting art gallery deyotgan bo'lsa, demak, bizlar kalit so'zni olishni o'rganishimiz kerak. Qaysiga urg'u tushyapti? Masalan, Alisa enjoys pointing and visiting art gallery. Endi ikkinchisini o'qiymiz. She hopes to be become the endi bir bola loves to looking creative work done by other young people. Ikkinchi gapda ham kalit so'zni olishni o'rganishimiz kerak. Hozir sizlarga qani kalit so'zni olishni bilasizlarmi, yo'qmi, shunisini bilib olamiz. Mana misol uchun men bitta hozir o'zbekcha gap aytaman. O'sha o'zbekcha gapda ikkita asosiy kalit so'zni olingizlar qani kim olalar ekan? Mana men o'zbekcha gap aytaman, shuni siz chatga yozasiz, ikkita kalit so'zini. Tak. Hozir o'ylayman. Sen nega do'stlaring bilan ingliz tili darsida passiv qatnashasan har kuni? Yana bir marta qaytaraman. Sen nega ingliz tili darsida do'stlaring bilan har kuni passiv qatnashasan? Menga ikkita kalit so'zini olib beringizlar. Ingliz tili darsi passiv qatnashasan. Aygul passiv qatnashasan. Do'stlar. Ingliz tili darsi. Xo'p, sevara ikkita bo'lish kerak. Ingliz tili darsi, do'stlar bilan ingliz tili. Zo'r. Mana bu yerda ingliz tili bilan do'stlar deb yozyapti. Farangiz zo'r. Bizlar o'rganishimiz kerak-da. Mana shu kalit so'zlarni ololmasligimizni evaziga biz boshqa narsani tanlab qo'yishimiz evaziga tekstda adashib qolishimiz mumkin bo'ladi. Bo'ldi, mayli. Chatda yozib o'tirmaysizlar. Hozir inglizchasiga ham ishlaymiz buni. Endi
kalit so'zlar bu urg'u beradigan so'zlarimiz bo'ladi. Ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham, ya'ni asosiy ma'no beruvchi so'zlar hisoblanadi. Buni ham xuddi shunaqa qilib olishimiz kerak. Men maydalab tushuntirayotgan sababi 6tadan 6ta part 1, part 2, 8tadan 8ta chiqsin degan maqsadda aytyapman men. Endi mana 7tani o'qib turibmiz hammamiz. Hammaga 20 sekund vaqt beraman. Birdan, mana birinchi gapdan bitta kalit so'z, ikkinchi gapidan she hopes to become deganidan ikkinchi kalit so'zni topib berishimiz kerak bo'ladi. Hammaga 20 sekund vaqt chatga yozamiz. Mhm. 7ni ikkita gapidan yozamiz. Mhm. Hop, hop. Aygul painting bilan illustrator deb yozyapti. Hop. Hamma yozsin, hamma. O'sha 7dagi birinchi gap bilan ikkinchi gapdan. Qaysi kalit so'z bo'ladi? Yozaveringizlar, taqiq qilsam yozaveringizlar. Art gallery deb yozyapti, creative work deyapti. Aha. Mhm. Hop. Mhm. Hop. Yaxshi. Mhm. Mhm. Zo'r. Yaxshi. Yaxshi. Hop, art gallery deb yozyapti nimada? Yaxshi. Zo'r. Endi qarangizlar. Demak, bizlar birinchi gapdan kalit so'zni art gallery qilib olayotgan bo'lsak, keyingisidan ham bitta yoki ikkita signal so'zni olib, bizlar bu yoqdan qidirishimiz kerak bo'ladi. Endi ikkinchi muammo bo'ladi. Keyingi muammo bizlar bu yoqdan shunga mos bo'lgan, mana birinchi gapga ham ikkinchi gapga mos bo'lgan 3 ta kalit so'z topa olsakkina, o'shanda bizlarga haqiqiy javob bo'la oladi. 3 ta. Lekin eslab qolingizlar, har doim reading and listening oltin qoidasi bor. Tekin pishloq har doim qopqonda bo'ladi. Nagili bitta javobni, misol uchun art gallery deb turgan bo'lsa, bittagina berib turgan bo'lsa, bu javob bo'lmasligi mumkin bo'ladi. U yerda qanaqadir sinonim so'zlar bilan aytgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Shunisiga ham odam ahamiyat qaratishimiz kerak bo'ladi. Endi biz mana shu 8 bilan 9 ni zo'r ishlasak, qolgan o'zi menman deb chiqib kelaveradi. Tasavvur qilaylik, 7 ga javobni topdik va topganimizdan keyin biz mana bu yerga misol uchun tasavvur qilaylik, bm, dm, em deb belgiladik-ku. Misol uchun a ni o'chirib qo'yamiz ustidan. Masalan, mana bunaqa qilib chizib qo'yamiz. Yo bo'lmasa, ustidan mana bunaqa qilib chizib qo'yishimiz kerak bo'ladi, bizlarni chalkashtirmasligi uchun. Bu praktikada qilinadigan ish. Endi tasavvur qiling, mokda sizlar mana hamma narsani qildilaringiz, mokka kiryapsiz. Mokda hayron bo'lmaysizlar. 5 minut ketish kerak. 5 minut. Mana shuni ishlash uchun 5 minut uzog'i bilan. Shunga ahamiyat qaratish kerak. Endi to'g'ri aytilgan 10 minutgacha deyilgan, lekin men 5 minutni talab qilaman shu mokda ichida. Lekin 5 minut qilish uchun praktikada iloji bo'lsa yarim soatdan 1 soatgacha ham ishlayverish kerak bo'ladi. Endi kelingizlar, mana shu yerda qaysi javob bo'ladi? 7 ga 20 daqiqa vaqt beraman. Shunchaki qani kim topa oladi qaysi ekanligini. Men prosta mana bu yerda aylantirib ko'rsam, mana eslab qoldik mana 7 nikini. Endi bu yerda aylantiraman sizlarga. Hozir. Mana misol uchun mana hammasini ko'rishlaringiz qiyin bo'ladi-da. Bemalol mana 30 sekund vaqt hammaga bemalol ishlab ko'rib maqsin. Shahzoda, artikeldan so'ng javob tashlayverdim. Qaysi biringiz? Senga tashlamku. O'zimda ham bor ekan. Bo'ldi, hamma yozyapti. Hop. S. Yaxshi. Endi menga bunaqa qilamiz. Nega degan savolni beraman. Nega? Analiz qilib yozsinman menga. Nima uchun S javob bo'lyapti? Men prosta men bu yerdan qolgan javoblarni ko'rsatmadim sizlarga. Nima uchun shu javob bo'lyapti?
Part 2ni birinchi savoli nima uchun S bo'lyapti? Aha, kalit so'zlar bor. Point, create, new, art kalit so'zlar bor. 3 ta bo'lishi kerak kalit so'zlar. Create, point, yang. Ha, mana bu yerda yang degan so'z ham qolib ketib qoldi-da, yang deb olishlaringiz kerak. Love, draw, create deyapti, pointing, gallery deyapti, kalit so'zlar bo'lyapti deyapti. Sardorbek aytyapti. Xo'p, xo'p. Kalit so'zlar bo'lyapti deyapti. Kalit so'zlar bor deyapti. Kalit so'zlarni aytamiz. O'sha ikkitadan ko'p bo'lishi kerak. Young people, young artists, love, draw, enjoy, point, creative work, zo'r. Canva, aha. Mhm, mhm. Yaxshi. Aha, bo'ladi. Zakonni. Bo'ldi. Demak, bizlarda part 2mizda o'zi bizlar ishlashni bilamiz. Yana ham osonlashtirib ishlash usulimiz shundan iborat bo'ladi. Sizlarga yangilik sifatida shu 7 bilan 8 ga juda kuchli ahamiyat qaratish kerak. Chunki osonlashib ketaveradi bu yog'i. Shu narsa bizlarni chalkashtirib qo'yadi ko'p holatlarda. Tak, ana endi biz hozir part 3 ga o'tib olamiz. Part 3 ga. Endi part 1 ni ham tasavvur qilamiz. Part 1 ni ham 6 ta ishladik. Part 2 ni ham 8 tadan 8 ta ishladik. Ikkalasi qo'shilib 14 ta bo'ladi. Mana. O'zi bizlarda 14 talik bor. B2 ga qarab yaqinlashyapmiz degani bu bizda. Endi sekin astalik bilan part 3 ga o'tamiz. Part 3 bizda part 2 ga o'xshagan, ya'ni teskari keladi. Ya'ni ko'rgan bo'lsangiz, bu yerda birinchi kichkina gaplar bilan bergan bo'lsa, mana misol uchun bu yog'ida katta tekstlar bilan berib turibdi-ku, nimada? Part 3 da esa bizlarga birdaniga katta bu nima deydi? Part 2 ga qaraganda qiyinroq bo'lgan so'zlar bilan va qiyinroq bo'lgan gaplar bilan berib o'tib ketadi. Bu yerda esa shunchaki sarlavha qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi part 3 part 2 ga o'xshaydi degan sababi nima uchun? Tak, o'xshaydi deyotganim usuli bir xil narsa, lekin bu yerda bitta farqi, u yerda masalan ikkita gap yoki bitta gap bilan berib qo'yilgan bo'lsa, kalit so'zlar bilan topayotgan bo'lsak, endi bu yerda definition bilan ham topishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni qaysidir so'zni, misol uchun tasavvur qilaylik, Green Town deyotgan bo'lsa, masalan, mana bu yerdagi tekstlarning orasida o'sha narsani bir 4 ta so'z bilan definition qilib yoritgan. Shuni biza topib olishimiz kerak bo'ladi. Va bitta narsani ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. O'sha usul bilan ishlab ko'rsalaringiz juda tez ishlash uchun foyda beradi. Bu mockda ishlash uchun juda vaqtga nisbatan. Endi buni ham nima qilib olaman? Men mana bunaqa qilib olamanda. Demak, buni ham 1 2 3 4 5 6 7 8 qo'yib olaman. Bu yoqda endi raqam qo'yilgan, lekin men raqamni ana bilan qo'yib olaman. Nima deydi? Nomer bilan qo'yaman. Bu yerda rim raqami bilan qo'yilgan. Qo'yib chiqaman chunki men adashib ketmasligim uchun. Endi bu yerda 8 ta 1 2 3 4 5 6 7 8 turgan bo'lsa, bu yoqda esa 6 ta turibdi. Endi part 2 ga qaranglar. Mana nima uchun teskari dedim. Part 2 da birinchi kam tayyor javoblar berilgan bo'lsa, endi bu yoqdagi tekstlar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda esa misol uchun javoblar, mana bu jarayonlar, mana heading deyiladi. Headinglar ko'p bu yerda. Bu yoqda tekstlar esa kamroq. Bunga teskariroq bo'ladi. Shuning uchun men aytaman, listening deb, reading deb bitta usul o'rgansang, ikkinchi usul bilan ishlashga majbur qiladi. Ya'ni texnikangga qarshi yana bitta texnika aytib turadi. Shuning uchun miyani men bunday deb o'ylayman-da. Shunaqa baholayman. Masalan, o'ngga aylantirsa, keyin chapga aylantiradi. Keyin mana zigzag bir aylantirib oladi. Men shuning uchun ham umuman ingliz tili insonlarning dunyoqarashini juda ham katta oshirib yuborishining sababi shundan deb bilaman men. Nimada? Chunki ingliz tili biladiganlar 60-70% boy yashaydi. Boy yashaydi degani o'ziga to'q yashaydi deb bilaman-da. Endi kimlardir misol uchun, men to'q yashamayapman-ku deb qolish mumkin, lekin baribir ingliz tilida yaxshi, speech yaxshilarni deyapman men faqat. Men bitta narsaga ishonaman, ingliz tili bilaman degan odam ko'chada bemalol bitta inglizni olib kelib qo'ysa, yarim soat, 1 soat o'tirib inglizcha gaplasha oladiganini tushunaman men. Masalan, ingliz tilini bilaman. Chunki ertaga chet ellarga borganda, boshqaga borganda bizning IELTS'imiz bilan bizning seferimiz bir tiyinga qimmat narsa bo'lib qoladi. Chunki men o'zim 10 ta davlatda shu sayohat qilib kelganman, praktika o'tab kelganman, o'qib kelganman. U yerlarda men ko'rib kelganman. Eng katta narsadan bittasi bu bizlar eshitishimiz kerak va ular bilan gaplashishimiz kerak bo'ladi. Eng katta narsadan bittasi shu. Keyin
Hamma o'zi sinab ko'rsa xohlasa. 5 minut o'ziga o'zi bitta mavzu haqida mana about family haqida 5 minut mana speech qilib ko'rsinchi, to'xtamasdan turib, qani tutilib qolmay, yo tutilib qolishi mumkin, qilib qolishi mumkin, to'xtab qolmay, ideya tugab qolmasdan turib, oila haqida gapirsinchi, eng osonlardan bittasi. Yo bo'lmasa about my friend, best friend haqida to'liq gapirsinchi, 5 minut gapirsin. Ana shu odamni men ingliz tilini yaxshi bilar ekan deb baholayman sistemada. Bu amaliyotda isbotlanadigan narsa. Demak, ketdik. Bittani qilib oldim, miyalarni chalkashtirib oldim. Endi bu yerda bizlarda ikkita ortiqcha bo'lib turibdi. Bu yerda esa nima qilyapti? Bizlarda 6 ta berilgan. Endi buni ham shu 3 ta usul bilan ishlaymiz. Birinchisi comprehension usuli bilan ishlaymiz. Shu aytilgan narsa, agar so'z boyligimiz yetmay qolib, o'qib tushunishimizga nisbatan yaxshi bo'lmadimi? Demak, ikkinchi usulimiz bizlarda kalit so'zlar 80%, 70% va 20% grammatika bilan ishlashimiz mumkin. Grammatika 3-yillarga kelib turib umuman ahamiyat kasb qilmaydi. Demak, part 1imizda A2, part 1imizda A2, part 2imizda esa bir darajaga yaqin va part 3imizda esa men ayta olaman haqiqiy B1 darajadan sal yuqori bo'lgan B2 ga yaqin daraja deb bahola olaman. Bu ham oson narsa. Buni ham 100 ga 100 ishlashimiz kerak. 100 ga 100. Endi nima qilamiz? Men ko'pincha aytaman, masalan 1 mana bu yerda mana tasavvur qilamiz, comprehension bo'lmay qoldi. Ikkinchi usulimiz esa bizda nima? Kalit so'zlar bilan ishlab topish. Uchinchi usulimiz esa taxmin. Taxminni ham taxmin qo'yib tashlamaymiz. Men hozir o'rgataman, taxmin qo'yish kerakligi qandayligini. Mo'kka kirganimizda ikkita usul ham ishlamay qoladigan bo'lsa, taxminni ham aqliy jihatdan taxmin qo'ysak bo'ladi bularga nisbatan. Endi bizlarda mana birinchi gap part 3 da mana men akkurat chizyapman. Birinchi gapimizdan javob olsa bo'ladi. 70% faqat aytib qo'y, bu 100 ga 100 emas. Mendagi texnika almashib ketib qoladi. Mana 60-70% shu yerdan mana bu yerdagi javobni topsak bo'ladi. Mana shu yerda o'zidan topsa bo'ladi. Ishoninglar, 60-70% topsak bo'ladi. Shu yerdagi signal so'z shu yerga mos keladi aytilgan jarayonda. Biz agar misol uchun juda shoshayotgan bo'lsak, masalan birinchi gapni shunday o'qimizdan shu yerdagi so'zlar qaysi birigadir mos kelgan bo'lsa, bu ko'p qoladi. Taxmin usul deyiladi. Endi biz praktika qilib ishlayapmizmi? Demak, ikkinchi gapni ham o'qiymiz. Ikkinchi gapda ham kalit so'z, misol uchun misol deyapman, greenhouse ga mana bu yerdan bittasi to'g'ri kelgan bo'lsa, ikkinchi gapda ham greenhouse ga to'g'ri kelish kerak. Uchinchi gapimiz ham greenhouse ga mos bo'lgan bironta so'z bo'lish kerak bo'ladi. Demak, to'rtinchi gapimizda ichidagi bironta so'z ham shu greenhouse ga to'g'ri kelish kerak bo'ladi. Ko'p holatlarda biz birinchi gapni o'zidan javob olamiz. Endi mana ikkinchi ham xuddi shunaqa narsa. Masalan, ishlayapmiz birinchi gapimiz masalan Oxfordda tugamiz. Oxfordda. O'zi part 3 bor-ku, uzoq bilan bor-ku, 17 tagacha so'zlar biriktirilgan bitta gap yasagan bo'ladi. Unga qiyin bo'lmagan bo'ladi. Endi advanced so'zlar kamroq ishlatilgan bo'ladi. Mana misol uchun men bu yerga akkurat qilib chizyapman. Akkurat qilib chizaman. Mana shu birinchi qatordagi gapni signal so'zlariga qarab mana bu yerni topsa bo'ladi. Qolganiga bizlar vaqt sarflashib o'tirishimiz ham uncha shart emas bo'ladi. Endi kelinglar, praktika qilib ko'ramiz. Hozir praktikani endi bitta amaliyotda sinab ko'ramiz. 1 bilan 2 ni mana shu usul bilan hammaga 1 daqiqa. Aytgancha, mana bunaqa qilamiz. Part 3imizga 10 daqiqa vaqt ketadi. Demak, jami 1 ga 5, 2 ga 5, part 3 ga esa 10 daqiqa vaqt sarflab, jami 20 daqiqa vaqtimiz mo'kda ketdi. Ekzamen haqida yana aytaman sizlarga. Ketdi, bizda 40 daqiqa vaqt turibdi. Endi hammaga 1 minut vaqt beray. Bitta, ungacha men nafasimni rostlab olaman. Shu yerdagi birinchi gapdan kelib chiqib va undan keyingi gaplardan kelib chiqib, kalit so'zlarga qarab, kalit so'zlar mana bu yerdagilarga bilan 3 tagacha so'zda to'g'ri kelish kerak. Mana bu yerda 3 ta so'z mana buni ichiga to'g'ri kelish kerak. Ana shunda biz 100 ga 100 kalit shart emas. Ana nima kalit degani javoblarni tekshirishimiz ham shart emas bo'lib qoladi. Birdan olaversak bo'ladi. Demak, hammaga 1 daqiqa vaqt, birdaniga javobni mana 1 bilan 2 ga qaysiligini va analiz bilan yozib tashlaymiz. 1 daqiqa vaqt. Shuni javobi qayerda bor? Samandarda. Bular o'zi
Javob tekshirishimda ham hojatni qoldirmayapti. Analizlarni qilib zanglatib tashlayapti. Ungacha choy ichib turing. Mhm. Dildora aytyapti, tezligim past. Yo'q, yo'q, Dildora. Avval praktika qilamiz. Avval praktika. Avval praktika. Tezlik haqida keyin gaplashamiz. Ko'p praktika qilaversak, keyin ishlaymiz. Mana men o'rgatyapman-ku shu narsani, tezligini. Xo'sh, part 3imizda 1 va 2 qaysi javobi bo'ladi? Mana birinchi gapni o'zini topib qo'ysalaringiz bo'ladi. Tezlik uchun mana Dildora. Aha. Birdan analiz qilib tashlab aytamiz. Bir analiz qilib aytishimiz kerak. Nima uchunligiga analiz qilamiz. Keyin kalit so'z olishni o'rgatganman. Qaysigadir urg'u va qaysigadir ma'no tushib, o'sha ma'no berish kerak birinchi gapni o'zidan. Mhm, mhm. Xo'p, xo'p. Eee, Redmi Note 11 GC CG deyapti. Xo'p. Aha. Birga D, J, aha, C va G deyapti. Xo'p, xo'p. Mhm. Eee, S va G deyapti. Nima uchun S-ligini menga bitta aytib yuboray, mana shu birda. Nima uchun S? Nima uchun S? Nima uchun S? Nima uchun S? Malades. Mana bu yerda health deyapti. Aha, health kelibdi-ku. Aha. Xo'p, xo'p, xo'p. Aha, aha. Zo'r. Endi qarangizlar. Mana asosan birni gapiga e'tibor bersalaringiz agar, ma'no umumiy Cheltenham nimani boshladi? Kichkinaga market townda boshladi va u yerda deyapti, mashhur health davolovchi resursni ochdi deyapti. Bu gapni ma'nosi o'zi sog'lomlashtirish markazida. Demak, bunday o'ylab qarasak, sog'lomlashtirish markazi bizlarda nima javob bo'ladi? Medicine from birds. Kichkinadan kattaga o'tish deyiladi bu narsada. Medicine mana. Biza tarjima qilib o'tirishimiz ham shart emas bo'ladi. Medicine javobini shunday olib qo'yaversak ham bo'ladi. Endi ancient history. Qarangizlar. Yana bitta narsasi bor. Har doim part 3da bitta javob chalkashtiradi ko'p holatlarda. Ya'ni bitta yaqin javob yuraveradi yoniga. Har doim. Masalan, 2 ga ko'pchilik historyni olyapti-ku. Atayin shunday qiladi. Naqli o'sha javobni olsin degan maqsadda historyga kelaveradi. Endi bu narsani nima deydi? Bizlar topa olishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Mana atayin mana bu yerga ancient qo'yyapti ular. Yo bo'lmasam mana Angliyani, Oxfordlarni nima qilyapti-da? History deb qo'yapti. Lekin bizlarga Angliya bilan Oxford history deb aytalamizmi? History building deb aytalamizmi? Yo'q, Angliya history building deyolmaymiz-ku. Oxford history building deyolmaymiz-ku. History building bu Registonda hech kim yashamagan. Yashagan va hozir yashamayapti. History building bo'la oladi u. Lekin Oxford bu o'qiydigan joyimiz-ku. Shuning uchun o'qiydigan joyimiz bizlarga history bo'la olmaydi. Bu yerda bitta urg'u berishimiz kerak. Asosiy gapni ikkinchisi nimaga qaratilyapti? Demak, bizlarga North Wales location aytyapti bizlarga. Lokatsiya aytyapti. Oxfordni deyapti. North Wales tarafida o'tilgan, shu yerga borasiz deb. Biz ola olishimiz kerak. Qayerga urg'u beryapti, o'sha narsani aytishimiz kerak. Mana bu yerda mana Samsung SM North Walesga qaraymiz deyapti. Zo'r. Mana ko'rganingiz birinchi gapni o'zi sizlarga javob bo'la oladi. Bu yerda shu joylashuv Oxfordning yaqinida shu haqida gap ketyapti. Zo'r, malades. Zoom user da
to'g'ri javob aytyapti bu yerda. Ya'ni texnikani tushuntirganim o'sha texnika bo'yicha ko'rsatib beryapti. Ko'rdilaringizmi? O'zi birinchi gapni o'qisalaringiz, birinchi gapni o'zi avtomatik chiqib ketadi. Keyingi gaplarni o'qisangiz-ku 100% sizga javoblar tekshirishning hojati bo'lmaydi. Demak, birimiz bu yerda bo'lyapti, meditsin bo'lyapti, chunki bu yerda asosiy gap healthga qaratilyapti. Ikkinchisi esa bir lokatsiya urilyapti bizda. Mashhur lokatsiyalar haqida gap ketyapti. Birimizda tavakkal ishlashni usullaridan bittasi shu yerdan birontasini mana yaqinlashgan so'zimiz bor. Urg'u berib tarjima qilish ham shart emas. Shunga qarab tursak, ikkita javob bir-biriga yaqinlashadi. Ikkita javob yaqinlashib turadi. History yaqinlashadi. Keyingisi esa favorite location yaqinlashadi. Keyin building deb turibdi-ku, nagli buildinglar bo'lmaydi. Shuni ham aytib o'tdim boya narsalarga. Ya'ni buildingni olishlaring uchun sizlarga Angliya Town deb qo'yibdi. Mana bu binoni Oxford qo'yibdi. Atayin olsin deb turib. Bu chunki nagli building bo'lib kelyapti bu sizlarga. Olib qo'ysin deb. Lekin location'ni yashirib, aytdimki, qaysidir ikkita uchta so'z bilan definition qilib beradi. Ana shu so'zni olishimiz kerak. Tavakkal olayotganda shunday qarashimiz kerak. U nagli javob bo'lmasa kerak. Shunga oid bironta yashiringan so'z, yaqinroq bo'lgan so'z bo'lish kerak deb hech bo'lmaganda shunga yaqin 50 javobni olib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda tavakkal olish kerak bo'lganda ko'pchilik nimaga adashadi? Aniq history buildingga adashadi. Lekin reading bilan listeningning oltin qoidasiga amal qilish kerak. Bu 70-80% amal qilinadi. Ya'ni tajribadan o'tilgan tekin pushta har doim qopqonda bo'ladi. Nagli javoblar bo'lmaydi. Ayniqsa listeningda readingda part 1, 2 dan keyin 3, 4, 5lar nagli javob bo'lmaydi. Chunki o'zi sekinlashish astalik bilan qiyinlashib boraverish kerak bo'ladi. Mana part 3imiz mana shu tartibda ishlanish kerak bo'ladi. Jarayonda. Mana endi part 3da mana qanaqa qilib ishlash kerakligini tushunib oldik, menimcha. Qay darajada tushuntirib bera oldim. Lekin buni juda maydalashtirmadim. Chunki ko'pchilik part 3ni oson deb biladi. Ko'pchilik zo'r ishla oladi. Mana shu birinchi gapdan topish kerakligini juda ko'pchilik yaxshi bilishadi. Bunda texnikalarni. Shuning uchun zo'r. Qay darajada tushunarli bo'ldi? Tushunarli bo'ldimi part 3? Part 2ni so'ramagan sababi part 2ni hamma yoradi, bilaman. Yaxshi, Zebinusov, menda umuman part 3da to'g'ri javob chiqmaydi deb yozyapti. Zo'r bo'ldi. Zo'r, perfect. Voy, Zebinusov, ko'proq understandable deb yozyapti. Bitta qizimiz juda tushunarli bo'ldi, ancha osondek tuyuldi. Yaxshi. Lekin borku, mana shu usul bilan borku praktika qilaverish kerak-da, qilaverish kerak. Sizlarni bitta narsa chalkashtiradi-da. Nima chalkashtiradi? Men mana usul aytayapman-ku, meni usulimga qarshi mana yana bitta usul o'ylab topadi-da, mana readingda. Shunga yaqin javob turgan bo'ladi har doim. Ya'ni part 1da ikkita javob kurashadi, part 2da 3ta javob kurashadi, part 3ga ham 3ta javob yaqinlashib kurashadi-da, bir-biri bilan kurashib kelaveradi. Men shuning uchun har doim aytaman, 1 bilan 2 ga zo'r ishlash kerak. Ya'ni 1 bilan 2 dan nima demoqchiman? Part 2 bor-ku, shuni boshidagi ikkita savolga zo'r ishlash kerak, qolgani chalkashib ketmaslik uchun. Part 3da ham 1 bilan 2sini zo'r ishlash kerak, qolgani chalkashib ketmaslik uchun. Mayli, ko'proq vaqt ketsa ham, masalan, sizlar mo'ktasizlar, buncha ko'p vaqtim ketib qolyapti demasdan turib ham, shuni ishlasa, qolganlari balki chalkashmaydi. Chunki nima deydi? Birga siz F olib qo'yapsiz, lekin u ikkiniki edi F. O'sha tarafi bor-da. Men kirib ketaman. Menda kam chiqadi, deyapti. Zo'r bo'lyapti, ustoz. Yaxshi o'tyapsiz, xursandman. B2 olsa mendan xohlagan narsangizni gref. Bo'ldi. Gref qaysi viloyatdan bo'lsangiz, o'sha viloyat ovqatini olib berasiz. Biz boramiz, borganda nima qilasiz? O'shanaqa gref qilasiz. Xudo xolasa, men o'zim ham agar borki B2 olgandan eshitib qolsam, borki men o'zim borki gref qilib beraman, borki o'zim mazza qilganday bo'laman, nasib qilsa. O'zim bir ancha mazza qilaman. Chunki menga eng zo'r yutuqlardan bittasi o'quvchilarni endi bu yerda endi uzr aytayapman, katta ustozlar ham bor, yosh kattalar ham borda, hammani o'zim shogirdim deyapman. Endi baribir o'zim ham 33 yoshdaman. Baribir katta yoshlar o'qiyveradi, nima qilaveradi. Shunga o'xshab shogirdlar deyveraman, xafa bo'lmaysizlar. Samarqandcha oshimiz. Voh, Asilbek, zo'r. Sabr kerak, saboqatga sabr. Da, men o'zi sabrlik qilyapman men. Reading bilan listeningda umuman eslab qolingizlar. 65lik qilmayapman. 65lik bo'lmaydi. Siz qayerdansiz? Men Samarqandlikman men.
biz ham boramiz. Nasib qilsa, Xudo xohlasa Dildora. Shuning uchun men Sivanni qilib tushuntirib ketaveray. O'sha men tushuntirgan narsani faqat praktikada ishlangizlar, o'zlaringiz amaliyot qilingizlar. Bu nima deydi? Ishonmasalaringiz borku, men o'rgatgan borku, usul bilaman, nazariyat o'rgatyapman, uyda o'tirib ishlangizda, bitta qiynalasiz. Sizlarda borku javoblar borku, har xil kelaveradi. Bir ikkita ko'rinaveradi, yoqdan bu yoqdan ko'rinaveradi. Men shuncha aytyapman-da, uzoq vaqt ketsa ham ishlaverish kerak. Uzoq vaqt mayli, uzoq vaqt davom etyaptimi, ishlayveringizlar. To o'sha narsani tagiga yetib, shunday bo'lsa, mana bunaqa bo'lsin-da. Umuman borku, javoblar tekshirishga hojat bo'lmasin. Umuman praktika qilayotgan vaqtimizda, mobga kirgan vaqtimizda bo'lishi mumkin. Endi bitta narsa, Sivanga tayyorgarlik qilayotganlar bor-da. Sivanga tayyorgarlik qilayotganlar, men bitta narsa o'rgataman, reading bilan listeningda mob qilgan vaqtlaringizda yoki o'zlaringizni praktika qilgan vaqtingizda kamida 3 soat ketsin, 4 soat ketsin farqi yo'q. Kamida 10 marta reading listeningdan 31-32 ta topaverdiingizmi? 31-32 ta topaverdiingizmi? Bo'ldi. Siz moqqa kirsangiz ham 31-32 chiqadi, Xudo xohlasa. Endi haqiqiy ekzamenga kirsangiz ham 30-31 chiqadi. Endi B2ga tayyorgarlik qilayotganlar ham ana shunaqa 3-4 martadan chiqarsalaringiz, hatyobi moqqa kirsangiz, mana 10 tagacha kam chiqishi mumkin. Mana 30 bitta emas, 20 bitta, 22 ta chiqishi mumkin bo'ladi. Yoki mana bunaqa deb aytaman, overallda 75 emas, 65 chiqadi. 10 bir kamayib qolishi mumkin. Masalan, B2chilarda. Chunki xohlaysizmi yo'qmi, B2ga tayyorlanayotganda miyasi umuman boshqa bo'ladi. C1ga tayyorlanayotganda miyasi umuman boshqa ruhda bo'ladi, jarayoni. Lekin men aytaman, B2lar borku, reading bilan listening C1 deb tayyorlansin. Chunki speaking bilan writingni urib yuboradi. Baribir urib yuboradi. 75 eslab qolingizlar. Reading bilan listeningchilar. Chiqmasa bo'lmaydi. Umuman bo'lmaydi. Hatya eng pasti 70 chiqish kerak. Men 75 chiqaversin 10 marta chiqadi deyman-ku. Erta ekzamenga kirganingizda 70 chiqadi-da. 5 ballar kamayib chiqishi mumkin bo'ladi. Baribir plus minus bor-da, hamma joyda baribir kirgan vaqtingizda miya chalkashib qolgan vaqtlar bo'ladi. Shuning uchun 75 ga urg'u berish kerak bo'ladi. Chiqarganmiz, nechtalab, yuzlab odamnikini B2 chiqqan taqdirda ham 75 chiqib keladi reading bilan listening. B2 ga tayyorgarlik ko'rib C1 olsak hamma. Yo, men aytmoqchiman, Madina B2 ga tayyorgarlik qilib turib C1 deyapsiz-ku, reading bilan listening chiqadi. Speaking bilan writing tortmasligi mumkin. Tasavvur qiling mana. Reading men uchun oson deb bilaman. Listening chunki o'tib ketib qolaveradi, fayl chalib qolaveradi, boshqa. Readingda maza qilsa bo'ladi. Hozir bitta usul o'rgataman. O'sha usul bilan ham balki o'zlaringiz ham maza qilasizlar. Faqat Sivanchilar meni g'ajib qolmasin, Sivanchilarga ham aytaman, o'sha jarayonni qanday amalga oshirib ketish kerak. Endi tasavvur qilingizlar, mana B2ga tayyorgarlik qilayotganlar. Reading masalasini o'tirib bemalol ishlaysiz-da, oson. Men part 1da, 2da, 3da 100% ishlash kerak. 100%. Mana, demak, 1 6 ta savol edi. 2 8 ta savol, 14 ta bo'ldi. Bu 6 ta part 3, 20 ta. 20 tadan 20 ta chiqish kerak. Chunki B2 savol emas-da bular. Part 4 dan boshlab B2, part 5 da C1 deb baholayman men. Endi bilmayman. Meni nazrim shunaqa. Meni fikrim. Buni ham odamlar yaratgan-ku. Mana ALSni shunday ko'chirib olib, O'zbekiston mahalliylashtirdi-yu. Mana bizga o'xshagan ilm fanida yuradiganlar mahalliylashtirdi deb men ham o'zimni mahalliylashtirib olayapman. Odam qo'ygan, C1 darajali palon, pismadon deb turib qo'ygan. Men ham xuddi shunga o'xshagan. Endi borib tekshiruvchilarning kimliklari, kimlar tekshiradi, qayerda tekshiradi, writinglar, speakinglarni taniymiz ham, bilamiz ham. Men ijtimoiy tarmoqda bo'lganini nima qilmayapman. Ertangi safargida speaking vaqtida men sizlarga tushuntirib beraman nimasini. Mening odam, taxmin qilgan narsalarim bo'yicha aytayotgan narsalar hammasi to'g'ri chiqyapti, mana misol uchun. Ana endi 20 tadan 20 ta chiqdi bizlarda, 20 tadan 20 ta. B2chilar, sizlar B2ga tayyorgarlik qilyapsizlarda, listening, readingdan tasavvur qiling 75 chiqdi. 75. Speaking va writing parod qiladi ko'pchilikda. Endi listening ham 60lar chiqdi. Men tasavvur qilib turing. Agar speakingiz eng o'ldim deganda rasvo bo'lib 30 dan oralig'ida chiqsa, 30 dan 40 oralig'ida chiqsa, writing ham rasvo bo'lib turib, shu 40 oralig'iga yaqinlashib chiqsa, javob B2 olasiz. Javob.
aniq 53, 52 mi overall 53 chiqadi umumiy qo'sh. Xohlasangiz mana kalkulyatorga hisoblam chiqsangiz bo'ladi. Reading 75, listening 60, speaking 35, writing 40 chiqadi. 52 mi 53 chiqish kerak. Mana shunda. 51, 52, 53 ga yaqinlashish kerak. Endi lekin agar men katta gapirmayman, men shablon beraman. Ko'pchilik mana speakingga shablon beraman. Ertangi darsda ham mana 53 chiqdi deyapti. Abdulla 53 chiqadi. Men o'rgatsam speaking 35 chiqmaydi. O'ldim deganda 50 ga yaqinlashtirib beraman. 50 ga yaqinlashtirib. Shuning uchun C1 uchun prediction ball ayting. Tak, qarang, Aygul, C1 uchun prediction ballni aytaman. Qanaqa qilish kerak? Faqat xafa bo'lib qolmangizlar. C1 uchundagi reading 75 bo'lish shart va lozim. 74 ham bo'lmaydi. Keyingisi endi 75 deganda bor-ku Aygul. O'zbekcha yaxshi tushunasan? Qozoq tilida gapirasiz-ku, bunaqa men tez gapirib qo'ymayapmanmi? Keyin bitta narsa borda. Masalan, readingda 75 chiqish kerak deganda ko'pchilik 35 deb o'ylaydi. Yo'q, boyna ham aytdim. 100 marta takrorlayman. 31, 32 ta 33 dan chiqadi. Rush model tizimida Palapis model deb yotibdi, shuni hisoblashi bo'yicha. Endi nimaga 35 tadan 31 ta 32 ta chiqish imkonsizmi? Yozingizlarchi nimaga? Nima? Ishlab bo'lmaydimi? U butun dahshatli narsa. Nima 10-sinf o'quvchilarimda chiqadi, 9-sinf o'quvchilarimda 75 chiqadi. Nima mumkin emasmi? Ishlab bo'lmaydigan narsa. Bo'ladi. Luboy B1 darajadagi B2 ga harakat qiladigan odam 15 kunda 31 ta 32 ta ishlasa bo'ladi. Ha, bemalol bo'ladigan narsa. Nimada? Endi tasavvur qiling, 75 chiqdi. Listeningiz 70 chiqdi. 70. Hisob-kitob qilib turing. 65 anadan boshlanadi. C1 dan boshlanadi. O'zimni o'quvchilarim 70 plus olyapti. Aygulniki mana 70 plus olyapti deyapti. Malades Aygul, zo'r. Chotki. Shunday qilaverish kerak bo'ladi. O'zingiz ham bir kun olib ketasiz. Ko'pchilik o'qituvchilar shunday bo'ladi. Masalan, nima deydi? Bizda ham bitta o'quv markazimizda o'qituvchi bor, o'zi B2 lekin o'zidan C1 chiqaradi. O'zi lekin kirsa ola olmaydi. Fokus shunga qaratganda, endi birovlarni oldirtirishga qaratgan nimadan, sistemadan. Endi qarangizlar, qanaqa narsa bo'ladi? C1 ga buni prediction qilayotgandim. Demak, reading 75, listening 70, 65, speaking 65 speaking, writing 60. Kim hisobladi? Reading 75, listening 70, speaking 65, writing 60. Ha. 68. Shunaqami? Abdullayev hisobladi. Grammar ishlatib yozganman, kitobdagi grammarlarni stegida ishlatmaganman. O'sha xato ekanini keyin ishlab berdim. To'g'ri yozganmanmi? Endi shunaqalarni tekshirsa, to'g'ri xato deb tekshirsa, pasayib ketaveradi-da. Shunaqa narsa. Mana C1chilar uchun ham men prediction berdim, qanaqa qilib ishlash kerakliklarini. Eslab qolinglar, bu reading bilan listeningdan borku, bittada borku, nima deydi, 75, 70 olsa bo'ladi. Faqat writing bilan speakingdan bo'lmaydi degan narsa masalaroqda, gittak masalaroq. Odam ishlashga salgina uni tekshirishiga qiynalib qolish mumkin bo'ladi. Tak, endi tayyor bo'lsalaringiz bitta choy ichib olaylik. Part 4 ni boshlaymiz. Tayyorman deb yozib oldingiz? Part 4 ishlamaymiz, bitta narsani ko'rsatib yuboraman sizlarga. Xato deb aytgan. 65, 50 overall 68 da. Abdullayev, matematikmisiz? Malades. Zo'r. Tak. Agar part 4 ga o'tib olamiz, part 4 da faqat bir g'alatiroq texnika ko'rsataman. Shu texnikani praktikada qo'llaymiz va mockda ham qo'llashni o'rgataman. Sal g'alatiroq. Birdaniga tushuntirayotgan vaqtimda ichlaringizda deb qolmaylik, xo'pmi? Buni offlaynda qatnashayotganlarim juda yaxshi biladi. 3-4 ta offlaynda qatnashayotganlarim ham hozir onlaynga qo'shilgan, chunki bir ikki vaqt kela olmay qolyapti, boshqa qilyapti nimadan.
Shuning uchun may oyida kerak ularga ham bayikka C1. Part 4. Kelib olay birinchi part 4 ga. Part 4 ni bir aytib o'tganman, o'sha master klassda ham aytib o'tganman, hozir ham aytib o'taman. Part 4 ni nima qilamiz? Part 4 ni bizlar ishlamay turamiz. Part 4 qolib turadi. Bu aynan ko'proq B2chilar uchun juda qo'l keladi. B2chilar zo'r qo'l keladi. Ishlamay turamiz buni. Biz nima uchun ishlamay turamiz? Men hozir tushuntirib beraman sizlarga. Bizlarda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, listening bilan writingga bitta vaqt belgilaydi-da. Mana qanaqa vaqt belgilaydi? Ikkalasini ham varog'ini bitta qilib beradi. Kirib chiqqanlar mana biladi. Masalan, listening boshlandi, listening tugadi. Listeningda javoblarini ko'chirish uchun ham reading vaqtiga qo'shib beradi. Ya'ni 1 soat 10 minut beradi. Ko'pchilik mana bunaqa narsa qiladi-da. Siz unaqa qilmang. Ko'chirayotganda mana listening javoblari tugadi. Listening audiosi tugadida 1 soat 10 minut vaqt berib readingda ishlayvering dedi. Listening javoblarini ko'chiring dedi. Listeningda javoblarni ko'chirmay turamiz. Umuman ko'chirmay turing, sizdan iltimos qilaman listening javoblarini. Nima qilamiz? Bizlar reading ishlab bo'lgancha indamay turamiz. Tushunib oldik-a? Biz readingda part 1ni ishladik, 2ni ishladik, 3ni ishladik. 4ni shunchaki biz ishlamasdan o'tib ketamizda, faqatgina taxminiy ishlab o'tib ketib qolamiz. Ishlamadik degan. Prosta tak. Misol uchun men taxminiy belgilashni o'rgatganman. Eng uzun javob, eng qisqa javob, eng uzun javob, eng qisqa javoblarni belgilab ketishimiz kerak. Taxminiy shunchaki men bergan. Men bunaqa qilib 22 ga esa C1chilar bizga zarar deyishlaringiz mumkin. Hozir aytaman, hozir to'xtab turinglar. Masalan, bunga buni belgilab, keyingisida ham esa misol uchun bunga ham buni belgilab, 24 da ham qaysinidir mana busini belgilab, misol deyapman-da mana. Bunda ham true false not given da ham mana misol uchun qaysinidir belgilab, hozir ichlaringizda aytadigan bo'lishlaringiz mumkin. True false not given da ustozlar o'rgatyapti. Shahzoda ustoz masalan o'rgatdi, Sabina ustoz, Eldor ustoz o'rgatyapti bizlarga deyishlaringiz mumkin. Yo bo'lmasa offlayn-dami? Xorazmni o'rganyapman, Qoraqalpoqdan, Toshkentdan o'rganyapman deyishlaringiz mumkin. To'xtab turinglar-da, men hali aytaman hali. Mana misol uchun true false not given da ham mana misol uchun belgilang, no belgilang, keyin no information belgilang. Misol uchun shunaqa qilib belgilab tugatib tashlang. Bu tez shuni qaramasdan turib tap belgiladingizmi, sirazi part 5 da ishlashga o'ting. 20 sekund vaqt ketsin. Aytdim, listeningda javoblarni qo'ymasdan turib, birdaniga readingda ishlashga o'tib ketamiz. Readingda ishlaymiz, 1da ishlaymiz, 2da ishlaymiz, 3da ishlaymiz, 4ga shunchaki taxmin qo'yib o'tib ketamiz va 5da ishlashga o'tamiz. 5da ishlaymiz, yaxshilab ishlaymizda, o'zi mana bunaqa narsa. Bizda o'zi mana chatga yozib olingizlar qani, necha minut vaqtimiz qoluvdi? Mana mockga kirdik, mockdagi jarayonda. Necha minut vaqt qoldi? Mana 1da ishlang, 2da ishlang, 3da ishlang. Qolgan necha minut vaqtimiz bor bizda 4 bilan 5 ishlash uchun? Bizda alohida yig'ishtirib oldi. Ha, unaqa men bo'lishi mumkin. Hozir unisini ham tushuntiraman Dildora. Qancha qoldi? 1da ishladik, 2ni ishladik, readingda 3da ishladik. Ha, bizda mana 40 minut vaqtimiz turibdi. 40 minut. Endi 40 minut vaqtni part 4 ga 20 minut, part 5 ga 20 minut time management qilib olamiz biz. Endi 20 minut vaqtimizni zaxirada olib turamiz, ushlab turamizda 5 ga qaratamiz. Chunki 5 ko'proq vaqtni olib qo'yish mumkin bizda. Nimaga? Chunki mana bu yerda bo'sh so'zlar bor. Buni taxmin qilib bo'lmaydi. Misol uchun bitta, ikkita, 3ta, 4tamiz taxmin qilib bo'lmaydi. Ikkitamiz esa multiple choice hisoblanadi. Bularni taxmin qilib bo'ladi. Shuning uchun biz 4ta vaqtinchalik taxmin qilib qo'yamiz degan, 5 ga o'tib ketib 5 ta ishlaymiz. 20 daqiqamiz ko'pincha bizga ko'proq vaqt ketib qoladi ishlayotgan vaqtimizda. Ko'p vaqt ketadi. Endi tasavvur qilaylik, 5 ta ishlab bo'ldikda 20 minut emas, 25 minut ketdi. Ishlab chiqdik, har doimgidek part 2 ga o'xshaganroq bu yerdagi so'zi va bu yerdagi so'zini
tekstni ichida sinonim bilan bergan bo'ladi. O'sha sinonimiga qarab, mana bu yerdagi sharti one words deyaptimi yoki a number deyaptimi, shunga qarab topishimiz kerak bo'ladi. Bu ham qiyin bo'lmaydi. Masalan, connection of deyaptimi, life deyaptimi, u yoqda shu lifeni connectionni sinonim bilan bergan bo'ladi. O'sha so'zdan oldin yoki o'sha so'zdan keyin. Mana bu so'zdan oldin, lifedan oldin yoki lifedan keyin belgilangan bo'ladi. Ya bo'lmasam transformation of z turgan bo'lsa, voy uzr, bunisi belgilab ketib qoldi. Keyingisida goes deeper berilgan bo'lsa, buni ham sinonim bilan berilgan bo'lish mumkin bo'ladi. Keyingisida esa masalan karbon deb buni ko'pchilik kalit so'z bilan belgilayotganda sekund o'zini belgilab qo'yadi. Yo'q, part 5 da ishlatgan vaqtimizda faqatgina bitta so'z emas, bizlar ikkita so'z bilan kalit so'z qilinadi. Chunki advancedda bitta so'z bilan kalit qilinmaydi bu yerda. Shuning uchun ham bir e'tibor beringizlar, mana oldida yoki orqasidagi so'zimiz ikkita so'z, ya'ni birikmali so'zlar bo'ladi-da. Masalan, Akmalning kitobi desak, bu birikma-ku, Akmalning kitobi deyotganda ma'no beruvchi so'zi misol uchun ikkalasi ham bo'ladi. Yo bo'lmasam qizil daftar deganda ikkalasini birikma qilib qo'ying. Masalan, outside of the atmosphere. Bir e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shunaqa so'zlar bilan o'rtasiga bitta so'zni yashirib turgan bo'ladi. Mana bu ham shunaqa transformation of the yoki mana inhabited bola karbon, outside of the atmosphere. Mana shunaqa so'zlar bo'ladi. Mana buni ham belgilaganda men bittasini men belgiladim, lekin iloji bo'lsa masalan oceans'ni ham belgilash kerak. Ikkalasi bitta kalit so'z. Bu esa of increasing. Buni deymiz-ku, proverblar. Mana shunaqa proverb qilib turib yashirgan bo'ladi. Masalan, look after, look for, ko'p shunga o'xshagan qanaqa proverblar, ya'ni bitta fe'l bilan qo'shilib, bitta preposition qo'shilib boshqa ma'noni berib yuboradi. Shunaqa qilib bu yerga yashirgan bo'ladi. Endi tekstni ichida mana shu yashiringan so'z sinonim bilan bergan bo'ladi. O'zi bular o'zgincha qiyinroq so'zlar, lekin bu yog'idagi so'zlar ham qiyin, lekin u yoqqa yana qiyinroq so'zni biriktirib qo'ygan bo'ladi. Bu narsasiga ham odam ahamiyat qaratishi kerak. Keyin mana bu yerda o'zi bilamiz, ot yoki raqam qo'yishimiz kerak-da to'rtta so'zimizdan. Endi bizlar o'sha tekstni ichidan bu yerdan xuddi part 2 ni qanday topgan bo'lsak, mana listening ham part 6 ni qanday tushuntirdim. Bu yerda ishlaysiz, o'sha yerda aytilgan so'zimizni topamiz mumkin. Reading xuddi shu mexanizm asosida kelinadi. Kalit so'zlarga qarab, o'sha so'zni nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Endi yana shu narsa, mana bu yerga qo'yiladigan so'zimiz u yoqda, masalan, tasavvur qilaylik, bu yerga misol deyapman, ot qo'yiladigan bo'lsa, mana bir bola of turibdi-ku, increasing turibdi. Bu birikma so'z bo'lishi mumkin. Mana bu yerga ot turgan bo'lsa, u yerda o'sha joyni topib olasiz. Mana tasavvur qiling, topib olamizda, misol uchun masalan, tasavvur qiling, mana bu yerda ekan, mana misol deyapman, mana shu yerda ekan. Bo'layotgan bo'lsa, bizga ot kerak-ku. Shu yerdagi gapda bunday keldikda, bitta ot to'g'ri kelib qoldi bizlarga, misol uchun. Lekin eslab qoling, 3 ta ot turgan bo'ladi. 3 ta ot. O'sha 3 ta ot so'z turkumini agar juda ham topa olmay ikkilanaversak, vaqt ketaveradigan bo'lsa, boyni aytganimdek, birinchisi emas, ikkinchisi emas, uchinchisini olib qo'yaverishingiz kerak bo'ladi. Keyin, hurmatli ilmga chanqoq ingliz tilichilar, 30, 31, 32 dagi so'zlarimiz eslab qolamiz. Odatda bizning speechimizda va writingimizda kamdan kam qo'llanadigan va hayotda kam uchragan va hayotda kam qo'llaydigan so'zlarimiz tushib qolishi mumkin. Aniq. Mana shu yerda masalan 4 ta so'z qo'yishimiz kerak. Shu 4 ta so'zimizni men 100% garantiya berib ayta olaman sizlarga. 3 tasi juda kam uchraydigan so'zlar. Mana qanaqa o'zbek tilida? Ko'l, Botinkan tovoni, qirg'ich, junogich, yo bo'lmasa kimyoviy belgilar bor-ku, oksigen, mana element, pit, kana, birga, mana ingliz tilida qiyin bo'lgan so'zlarimiz bo'ladi-ku, o'sha so'zlar bo'lib qolishi mumkin ko'pincha. Shunga ham odam ahamiyat qaratish kerak. Va bitta so'zimiz, bizda bir dona so'zimiz bu yerda speechimizda qo'llanib turgan so'zimiz bo'lishi mumkin bo'ladi. Chunki part 2, part 4 bizda B2 darajada, part 5imiz C1 darajada baholayman men. Mana shunaqa qilib olgan bo'laman. Endi masalan,
qayerdan kelamiz, tezroq topishimiz kerak deyotgan bo'lsalaring, eslab qolinglar. Masalan, mana mana bu bizlarda tekst sadoqasi bo'layotgan bo'lsa, biza mana bu yerda organizm appearance, ya'ni organizmlarni ko'rinishlari deyotgan bo'lsa, endi biz mana bu yerdagi mana 30, 31, 32 ga tushib kelyapti-ku. Xavotir olmang. Ketma-ket qatorasiga bunday singab tushib kelaveradi. Va misol uchun mana bu yerda o'qib kelyapsan, mana shu yerda o'qib kelib turib, mana shu yerda javob bo'ldimi? Mana shu yerda. Endi keyingi javobimiz mana bu yerda keladi. Keyingi javobimiz mana bu yerda keladi. Faqat bu nimaga tegishli qoida? Faqatgina mana bu gap feeling bor-ku, shu gap feeling so'z qo'yish kerak bo'lganga tegishli. Lekin 34 bilan 35 ko'p holatlarda yana orqaga qaytib ketib qolish mumkin. Mana yerga o'tib ketib qolish mumkin. Lekin tartib bilan tushib ketaveradi va readingda bitta ahamiyatli jihati oxirigacha o'qing. Oxiridagi gapda misol uchun javob berib qo'ygan bo'lishi mumkin. Nimaga bunday qiladi? Chunki sizni tekstni oxirigacha o'qishingizni talab qilishi uchun oxirigacha berib qo'ygan bo'ladi. Shuning uchun ketma-ketlikda 60-70% ketma-ketlikda keladi, 30% salsa qoidalarni buzib ketishi mumkin bo'ladi. Endi biza tez-tez ishlab qayerdaligini topa olishimiz uchun mana bu yerda signal so'zlar ko'rib olishimiz kerak. Atmosfera bor, misol uchun yoki increase bor, bir narsa bor, mana boshqa narsa bor. Shu yerdagi so'zlarni oceans bor. Mana shu so'zlarni ko'rib olishimiz kerakdagi, mana bu yerdan qayerda bor o'sha so'z, shunga qarab kelishimiz kerak. Keyin bilasizlar, o'zlaringiz mana C1chilarga ishlayotganlar biladi. Scanning usuli bu. Ko'proq harakat qilamiz, tezroq mana scanning usuli bilan tez mana ko'rib ketish usuli bilan tezroq mana ko'rib ketish. O'sha bizlar olib kelishimiz kerak. Shu qaysi gapdan topishimiz mumkin, ya'ni qaysi bo'limdan shu javobimiz bor. Shunga qaratishimiz kerak bular. Bo'lganda misol uchun oceanlar bor-ku, oceanlarni bizlarga ana bilan bermaydi-da, ko'p sinonimlar bilan bermaydi. O'sha oceanlarni bizlar bittada qaysidir joydan topib olishimiz mumkin bo'ladi. Tasavvur qiling, ocean yoki boshqa narsa degan narsalar bizlar shunday topib oldikmi, o'zi avtomatik shu yerdan biz mana bu yerdagi so'zga qarab topishimiz kerak bo'ladi. Lekin bu yerdagi so'zimiz baribir u yoqda ko'p holatlarda sinonim bilan kelgan bo'ladi. Ana endi kelingizlar, mana shu 30 da 4 ta hali qolib ketdi. 4 ni tushuntiraman. Bitta 5 ta yopib olaylik birinchi. Endi mana shu 30 da mana eslab qolingizlar, mana 30 da eslab qoldilaringizlar mana. Hamma eslab qolsin yoki xohlasa bunaqa screen qo'yasin-da. Qo'yasin yo bo'lmasam daftarga yozib olsin mana. Mana shuni hozir topib berasizlar menga. Qayerdanligini. Hamma eslab qoldi mana. Eslab qolgan bo'lsa, eslab qol, qaysi so'z bo'lishini topib berasizlar menga. Eslab qoldi mana. Eslab qoldik. Play it with a part increase of ocean oxygen in the atmosphere. Hammasi sinonim bilan berilgan bo'ladi. Baribir bitta ikkita so'zimizni u yoqdan topib olsak bo'ladi. Bo'ldi. Agar eslab qolgan bo'lsa agar, men hozir tepaga chiqaman. Keyin tekin pushtoq qopqonda bo'ladi, shunga ham ahamiyat qarashimiz kerak. Tekin pushtoq qopqonda bo'ladi. Xo'p. Men mana chizib qo'yganimga ahamiyat bermang. Men umumiy tekst qo'yibman mana. Umumiy tekst. Aynan bu yerdan topasiz demayapman. Men bu pastlardan ham, boshqa joydan ham kelishi mumkin. Xo'sh. Bemalol. Bu 20 minut, ya'ni 6 ta savol bo'layotgan bo'lsa, biz 6 ta savolga iloji boricha juda tez ishlasak 2 daqiqadan vaqt sarflaymiz, agar 3 daqiqadan vaqt sarflaymiz. 18 minut ketadi topishimiz uchun.
Ozgincha ko'tardim. Xo'sh, yana ko'taraymi? Yana ko'taraymi? Unda. Javoblarni hamma anaqa belgilab qo'yursinchi. Yo'q, sal tushiring debdi. Pastroq tushiring deyapti. Bo'ladimi? Yana pastga tushiraymi? Bo'ldi mana. Mhm. Buncha qarangizlar. Pastga qarab ham ketish mumkin. Siz ocean degan joyini topib olsangiz bo'ldi. Ocean shunaqa joy keladi. Okean so'zlari hech qachon narxi kelmaydi. Tepadan pastga qarab o'qib kelyapsiz. Ocean degan joy topib olsangiz bo'ldi. Mhm. Mana ocean'ni belgiladim. Eng pastga tushiring domla, javob o'sha yerda. Yo'q, endi juda pastda emas, o'zi shu atrofda. O'zi bitta tepada ham aytib o'tgandi. Yo'q, attribut. Nargiza yo'q, attribut javob bo'lmaydi, attribut emas. Mm-mm. Mana belgilab qo'ydim, ko'ryapsizlarmi mana? Mayli aytaman. Tak. Mana shu yerdan boshlanadi. Mana shu yerdan boshlanadi. Mana shu yerdan boshlanib, shuni ichida javob bor. Endi siz signal so'zini yozib olishingiz kerakda. Mana qarang, mana bu yerda signal so'zlar bor. Hmm. Voy, oz. Mana signal so'zlar borda. Mana. Mana shu fluctuate'ni yaxshilab yozib oling, nimaligini va of increasing yozib oling. Mana levelni ko'ring. Mana shunga qarang. Ana shunga qarab, mana shu yerda mana belgilab qo'ydim.
Aytdim-ku, mana increasingdan oldin yoki keyin javob bo'ladi, fluctuate'dan oldin yoki keyin javob bo'ladi. Aytdim-ku mana increasingdan oldin yoki keyin, listeningdan tushuntirdik-ku. Fluctuate'dan oldin yoki javob bo'ldi, mana oxygen javobi bo'ladi. Mana hattoki mana signal so'z bilan ham kelmagan. Ha, mana oxygen bo'ladi. Aytdim-ku, of increasingdan oldin yoki keyin keladi. Fluctuate degan agar javob mana bu yerda bo'layotgan bo'lsa, o'shandan keyin yoki oldin bo'ladi. Ha, ha, mana increasing turibdi-yu mana. Prosta increasingdan keyin qo'yib qo'yibdi mana. Mana, 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 mana. Kim ko'rayotgan bo'lsa mana. Ko'pchilikda ana shu muammoda level ham bor. Vot mana. Level ham bor mana. Level turibdi mana. Mana. Endi katta muammo nima? Bizlarda mana bu yerda bor-ku, mana gaplarimizda bor-ku, hech bo'lmaganda bor-ku, mana atmosfera, yo bo'lmasam ocean, signal so'zlar bilan berilmaydi ular. Hech bo'lmasa bitta yoki ikkita so'zimiz signal so'z bilan berilmaydi. Mana bu yerda ichidan topib olsin deydi. Tekst ichini topib olsin deydi. Ana shu usulda ishlanadi. Readingda 5 ham qiyin emas, 5 ham oson narsa. Endi hurmatli shogirdlar, ishlab oldik, 5 ta ishladikdagi bo'ldi, mana multiple choice'ni ham ishlab oldikda. Endi 20 minut, 25 minut ketdi. Bizda vaqtimiz 1 soat 10 minut berilgan bizlarga. Bizlarning vaqtimiz 25 minut yoqqa, 20 minut bu yoqqa 45 minut bo'lyapti. 15 minut qolyapti, lekin bo'yash uchun ham 10 minut berilgan, 25 minut qolyapti. Agar 25 minutga yaqin vaqtimiz qolayotgan bo'lsa, davay. Readingda part 4 ni ishlaymiz. Keyin ishlaymiz. Keyin. Unda ham qachon? Qachon? Bo'ldi. 4 ta tavakkal qildikda 5 ta ishlab ketdik-ku. Listening javoblarni ko'chirishni boshlaymiz. Listening javoblarni ko'chirishni boshlaymiz. Hammasini ko'chirib chiqdikda, readingda ham javoblarni ko'chiryapmizda, 4 ta tashlab ketamiz. 5 ta ham javoblarni shunday ko'chirib olamizda. Endi qaraymiz. 25 minut bordi-ku, ko'chirishga ko'pchilikda bo'yashga mashq qilishga ko'p ketib qoladi vaqt. Misol uchun 15 minut vaqt ketdi reading bilan listening javoblarni ko'chirishga, bizda 10 minut qolyapti. Davay, 10 minutda part 4 ta bemalol ishlaylar. Sizlarda borki, miyalangdan chiqib ketib qoladi. Shosh degan narsa chiqib ketib qoladi. Listeningda bo'yab bo'ldilaring, readingda bo'yab bo'ldilaring. Endi faqatgina taxmin, javob anaqa savollar varaqasida taxmin turibdi, javoblar turibdi. Javoblar varaqasiga endi ishlab qo'yasiz. True false not givenlarni, multiple choice'larni hammasini ishlab qo'ysa, miya toza bo'ladi. Agar hozir sizlar buni ham ishlanglarda, keyin javobni qo'yinglar desa, mana bu 10 minut sarflab qo'yib, vaqtga qaramaydi ko'pincha. 15 minut qaragan bo'lsa, shunday tez belgilayman deb 1 ta 4 ga yo 1 ta 2 ga, 2 ni joyiga B belgilayman deb, S belgilab ketadi, D belgilab ketadi. Bo'ladi. Menda ham bo'lgan o'sha holatlar, kirib chiqqan holatlar. Shuning uchun ishlab chiqib bo'lib, listeningni ham belgilab turib, readingni ham belgilab turib, 4 ta belgilamasdan, 4 ta readingni belgilamasdan turib, 5 ta belgilab javoblarni taqdim qilamiz degan, taqdim qilamiz. Keyin qaraymiz, vaqtimiz qolgan bo'lsa 4 ta ishlaymiz. Bu time managing deyiladi narsa. Eslab qolinglar, rosa zo'r ish beradigan narsa. Bilimi kam insonga ham yaxshi qo'l keladi, chunki vaqt tejaydi, energiya tejaydi bu bilan. Sevonchilar esa bemalol 4 ta ishlab o'tib ketaversalaring bo'ladi. Bu sizlarga readingimda texnikasi hisoblanadi. 5 qiyin emas. 5 ta kalit so'z bilan banglatib tashlasa bo'ladi. Men texnikasini o'rgatdim bilasan. Kalit so'z bilan ishlab yopishtirib tashlasa bo'ladi. Juda ham bo'lmaganda oldidagi otlarga qarab, unaqalarga qarab bergan bo'ladi. Ko'p holatlarda masalan increasing deb turib, oxygen turibdi-ku, undan keyin kisloroddan turgan bo'lishi mumkin. Undan keyin misol deyapman-da, yoki olma turgan bo'lishi ham mumkin-da. Shuning uchun chaqashtirayotgan bo'lsa, birinchimiz ikkinchi javobni olishimiz kerak bo'ladi. Bu taxmin qo'yilgan javob hisoblanadi-da sistemada. Tak. Hozir qilgan taxminingiz nechtasi to'g'ri chiqdi part 4 da? Yo'q, part 4 ni bilmayman. Men taxmin qo'yib tekshirganim yo'q nimasini. Taxmin qo'ymaymiz. Ishlaymiz uni. Vaqt qoladi-ku, uni ishlaymiz. B2chilar taxmin qo'yib chiqib ketaveramiz demoqchimisan? B2chilar ham taxmin qo'yib chiqmaymiz. Agar vaqt qolgan bo'lsa, part 4 ni
true false not given ni ishlashni o'rgatadi. Ustozlarga aytamiz, readingda ertangi darsda part 4 ni true false not given va multiple choice ni o'rgatadi. Endi menga vaqt yetmay qolar, ham energiyam ham ketib qoladi. Taxmin qo'yish tushuntiring. Taxmin qo'yish bitta uzun gap, bitta eslab qolingizlar qisqa yoki bitta qisqa javob, bitta uzun javob qo'yishimiz kerak bular. Masalan, tasavvur qiling, part 4imiz 21-savoldan boshlanadimi? 21-savoldan boshlanadigan bo'lsa, 21 ga misol uchun eng uzun javobni oling. Mana, misol. Eng uzun javob. Mana shuni olasiz. Keyingisiga esa 22 ga esa tasavvur qiling, siz misol uchun eng qisqa javobni yoki masalan 22 ga eng uzun javobni oling yoki eng qisqa javobni olishingiz mumkin bo'ladi. Yoki mana bitta yana bitta uzun javobni olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni uzun qisqa, qisqa uzun, uzun javob, o'sha qilib olib ketaversangiz ham bo'laveradi. Hech bo'lmaganda 3 ta to'g'ri chiqishi mumkin bo'ladi. Bu taxmin qo'yish deyiladi. Lekin men readingni taxmin qo'yishga biroz qarshiroqman, part 4 ni ham. Ha, agar ulgurmay qolsak demoqchi bo'lsa, ulgurmay qolsangiz mana shu usulda ishlasangiz bo'ladi. Demak, 21 dan nechta bor? 21 dan 29 gacha bo'lsa nechta savol bo'ladi Shahzoda? 21 9 ta savol bor. 9 tadan taxmin qo'yadigan bo'lsa 4 ta chiqadi, 4 ta 3 ta chiqadi. 4 ta 3 ta chiqsa ham bu zo'r narsa degani bo'ladi, lekin C1chilar buni ishlaymiz. Juda bo'lmasa taxmin qo'yib ketishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni eng uzun javob, eng qisqa javob, eng uzun javob, eng qisqa javob yoki eng qisqa javob, eng uzun javob, eng qisqa javob, eng uzun javobni olib ketamiz mana. Bu eng yaxshi usullardan bittasi hisoblanadi. Tak. Reading. Bu javob ham ko'p keladi. Endi ko'pincha mana bunaqa narsa taxmin qo'yayotganda balki ko'pchilik to'liq B qo'ysin, men aytganimni qilmasdan turib, masalan, eng uzun, eng qisqa javob demasdan turib, ko'pchilik birdaniga 9taga A bostirsin yoki ko'pchilik holatda B bostirsin. U ham o'zini ishi, baribir taxmin qo'ygandan keyin 50-50 bir xil vaqtda ko'p chiqadi, bir xil vaqtda umuman ham chiqmasligi mumkin bo'ladi. Masalan, meni taxminim har doim chiqmaydi, men mehnat qilib erishganman hayotda hamma narsaga. Shuning uchun ham mehnat qilib erishish kerak bu narsaga. Tak. Okay. Bizda o'qimoqchi bo'lganlar bor. Mana speakingning part 2sini shablonini tushuntirib bering deyotganlar bor. Men endi o'sha nima qilish kerak bu uchun, bizlarga qanday murojaat qilish kerak? May oyida B2 ga C1 ga 100% olmoqchi bo'lganlarni men o'zimni kursimga taklif qilaman. O'sha kursimda agar kam qolgan demang, 5 kun, 6 kun bo'lsa ham o'qisangiz, sizga biz individual tartibda yondashamiz. Mana biz onlayn darsimizda o'tayotgan onlayn darsimizda kommentariyalarni o'zingiz ham ko'rib ketyapsiz. Har bittasini men Instagramga, Telegramga tashab boryapman men. Ilhom shuni o'tkazib yuboring bitta nimasini. Mana o'zingiz ko'rib turishingiz mumkin. Mana bizlarda uzoqlar onlayn darsimizga bo'lgan uzoqlarimizda biz mana 20 ga yaqin o'quvchilarimizni C1 ga qarab tayyorgarlik qilamiz. Ilohim olsin shular. Juda ko'pchilikda 100 dan ziyod o'quvchilarimizni biz B2 uchun harakat qildiryapmiz. Agar siz ham bizni ta'limimizni olmoqchi bo'lsangiz, aynan meni kursimga yozilmoqchi bo'lgan ustozlar bilan kursimizga yozilmoqchi bo'lganlar, mana uzoqlarda bemalol o'qib olishlaringiz mumkin. Texnika bilan qo'limizdan kelgancha har bitta narsani o'qib, tushuntirib, sizlarga aytib, keraklicha ekzamenga 0-0 qolgancha tayyorgarlik qilib beraman sizlarga. Keyin mana uzoqlarda o'qib ko'rishingiz mumkin. Qanaqa uzoqlar yozyapti bizlarga. Bu uzoqlarni biz Telegram kanallarimizga ham, Instagramga ham, storieslarimga qo'yib boraman. Bu bitta-bittadan turib. Ana endi ko'rgan bo'lsangiz agar biz nima qilamiz? 15 kunlik kurs qilganmiz, har kuni dars o'tamiz. Bir hafta bo'lsa ham, bir hafta qolganda ham 3 soat Zoomda jonli efirda o'tamiz. 3 soat jonli efirda dars bo'ladi. Ya'ni har kuni bir marta real haqiqiy ekzamenda tushadigan savollar bilan siz bilan ishlaymiz. Ayniqsa speakingga juda qattiq ahamiyat qaratamiz. Xavotir olmang u narsada. Ya'ni ko'proq ustozlarni men biriktiraman, o'zimni shablonlarim bilan birgalikda men qo'shilib ishlayman. Asosiy mentor o'qituvchi men bo'laman. 4 ta skill bo'yicha alohida support teacherlar bilan qo'shilib ishlaydi. Asosan speakingda men o'zim ishlab beraman. Har bittasiga ishlab beraman. Imtihonda real examda tushadigan savollarni biz bitta-bittadan to'xtalib o'tib ketamiz. Nima qilish kerak, qanaqa narsalar qilish kerak. Hozir u narsalarni sizga tashab beraman, hammasini. Darsim tugaganidan keyin tashab beraman. Endi mana shu kursni narxini chiqarmay turish kerak edi, men chiqarib qo'yildi. Bu narsani Ilhom bajarish kerak edi. Ilhom bilmayman nima qilyapti. Hay, mayli. Men narxi qancha bo'ladi deb turib so'ramoqchi edim. Mana may oyida skidka qildik bizlar. 150 ming so'm bilan qo'shilib qolsin. Mana bu 15 kunlik deyapmiz-ku. Mana kimnikidir 5-iyunda ham bo'lishi mumkin-da. Borda shunaqa. Bizlar bir oy ham o'taveramiz.
kimnikidir bir hafta ham bo'lishi mumkin, shuning uchun ham 150 mingdan. Bizlarda shunaqa narsa bor. O'tgan safar ham bitta sketka e'lon qilgandan keyin yozyapti-da menga, hammasi keyin yozyapti. Undan keyin narximiz 450 ming bo'ladi bizlarda. Hozir aynan efirda qo'shilib qolishi mumkin bo'ladi. Bo'ldi, 150 ming to'ladimi? Tamom, qo'shilish kerak bo'ladi. Mana shu kartalarga 150 ming shuni to'lang, qo'shiling. Men speakingda o'zim zo'r qilib tushuntirib beraman. Kam olmaysiz, xudo xolasa. May oyidagi jarayonda. Hammasi 150 ming. Ya'ni sizga speakingda ham ishlab beramiz, listening, reading, writinglarda ham ishlab beramiz. Zoomda jonli, mana shunday tartibda o'tiladi. Mana onlaynchilarim o'sha mana qimmat 450 ming bilan qo'shilgan onlaynchilarim kuzatyapti. Ablah deb turib ichida so'kayotgan bo'lishi mumkin. Endi biz har zamonda mana shunaqa sketkalar e'lon qilamiz. Masalan, hali bizlarda webinarimiz, mana shu master klassimiz boshlanmasidan oldin bizga to'lov qilganlar bor. To'lov qilmoqchi bo'lganlar bor. 5-6 ta to'lov qilmoqchi bo'lganlar bor-da. O'sha to'lov qilmoqchi bo'lganlarni men qaytarishga harakat qildim, lekin menejerlarim bitta ikkitasi o'zi to'lov ham qildi. Men aytdim, master klassga kiring dedim. IELTSga tayyorgarlik qilmoqchimiz, nimaga tayyorgarlik qilmoqchimiz, avgustgacha tayyorgarlik qilmoqchimiz, qanaqa tayyorgarlik qilishingizga qat'iy nazar, iyunda 10-sanasigacha siz to oxirgi ekzamenga kirib chiqquningizcha bizlar 150 ming so'm bilan nima deydi? To'laysiz, biz sizni guruhimizga qo'shib darslarimizni boshlab yuboramiz. Mana shu kartalarga tashlab berishingiz mumkin bo'ladi. Keyin lekin unaqa bo'lmaydi lekin. Keyin misol uchun biz 450 ming, 550 ming bilan kurs o'tamiz. Bu narsani to'g'risini mana kuzatayotganlar bor, bu narsani biladi. Faqat shu jarayonda biz sketka qilib qolamiz. Kimdir qo'shilmoqchi bo'lib qoladi-da. Mana men speaking juda ham qattiq ishlamoqchiman. Speakingga qo'shilmoqchi bo'lganam, farqi yo'q. Biz men testini ham ishlab beramiz. Mayli, siz offlayndagi ustozingizni ham tashlamang, kimdir onlayndagi ustozni ham tashlamasin mayli. Lekin biz Zoomda jonli efirda men yondirib sizlarga mana shu speakingda o'tib beraman. Zo'r qilib tushuntirib beraman. Kerak bo'lsa mocklar olaman. 3 kun odamga ham, 4 kun qolgan odamga ham nima? Shuning uchun ham bizlar universal qilib turib 150 ming so'm qo'ydik. Toshkentda 3 ta abit deyiladimi? 150 ming so'm pul? 3 ta abit, ha? 3 ta ilikda. Ha? 3 ta ilikda. Yaxshi joyda bitta uzun. Ha, yaxshi joyda bittagina uzun deyiladi. Shuning uchun nima deydi? 3 ta lavash puli deymiz bizlar Samarqandda. 3 ta lavash puli bo'lib qoladi. Bemalol qo'shilib olsangiz bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, arzonroq qilib bering, bizga tushib bering, boshqa qilib bering. Mana hozir qo'shilib qolish kerak. 150 ming so'm bilan mana shu 98 60 08 01 64 79 88 47 ga Ilhomjon Ilhomov bizlarning menejerimiz bo'ladi. Bemalol to'lab pastda mana Ali Teacher admin deb qo'yibdi. Shuna kirib o'sha skrinshotini tashlab qo'yaversangiz ham bo'ladi. Bemalol efirdan chiqib paymeymi, nimadir bo'lishidan qat'iy nazar tashlab qo'ysangiz, ertaga kursimizga qabul qilib olamiz. Natijalar chiqqan vaqtida bizlarni shunchaki duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. 45 kun o'qiyman-ku, ko'pchilik 10-iyungacha cho'zilib ketadi deb. Bemalol 45 kun o'qing. Sizda biz 45 kun o'qitib beramiz. 15 ta, 16 ta, 17 ta, 18 ta, 20 talabgacha dars o'tamiz. Siz to oxirgi mana speaking kirdingizmi? Birinchi speakingiz bo'lyaptimi? Men testga kirganingizcha sizni o'qitib beramiz. Qolgan jarayonlarga ham o'qitib beraman men. Bitta-bitta. Shunchaki bizga kurs so'rab juda ko'pchilik yozadi. Juda ishoning, juda ham ko'p mana kuzatayotganlar bo'lishi mumkin mana shu yerda. Ana shu kuzatayotganlarga ham aytdik bizlar. Mana va bizlarga to'lov qilganlar bor. Bugunda o'zida Ilhom mana to'lov qilganlar bor. Tashab qo'ydingizmi? Mana tashab qo'ydim. Bugunda o'zida to'lov qilganlar bor. Mana qimmat narxlarga bizlarga to'lov qilganlar. Yo'q, mana bugun men sketka qilib beryapman 150 ming so'mdan. Kimdandir olib bo'lsam shunday tashab qo'yish kerak bo'ladi. Ertaga bizlar kursimiz mana menejerlarimiz sizlarni shunday senga qo'shib qo'yadi. Men yondirib beraman, ishoning, yondirib beraman. Kimgadir mana rasmga olib qo'ying, boshqa qilib qo'ying, tashab qo'ying, mana shunaqa kurs bo'lyapti deb turib maqtab qo'ysangiz bo'ladi. Chunki qolib ketib qolyapti-da, bizlarda yozayotganlar qolib ketyapti, boshqa qilyapti. Kursingizga qo'shila olmay qoldim, boshqa qildim, nima qildim, nimaga javob bermaysiz dedim. Mana hozir bizda imkoniyat bor 150 ming so'm bilan qo'shilish. Mana narxi juda ham arzon. Hech qayerda yo'q narxda. Mana 1 oylik o'tib beradigan. O'zi haftasiga 3 marta 2 soatdan dars bo'ladi. Bir oyda 12 ta dars bo'ladi. Lekin biz 15 ta darsimizni 150 ming. Nimaga bunday qilyapmiz? Hamma o'qisin deyapman menda. Hamma zo'r qilib Zoomda yondirib o'tib beraman. Yondirib, ustozlar mana 5 ta ustoz orqadan turib sizlarga nazoratchi ustoz bo'ladi. Misol uchun men 3 kun o'tsam, ustozlar 3 kun o'tib beradi-da, siz bilan keraksa mock tizim qilib turib, sizlarga ballab ekzamen kirguningizga qadar har bitta elementni chiroyli qilib men tushuntirib beraman. Sistema qilib turib. Shuning uchun ham biz bu narsani hozir yozib olyapmiz. Mana yozib olib, ko'pchilik so'raydi-da, hozir lekin kamaygan. Sizlar deydi, qanaqa dars o'tib berasizlar? Qanaqa bizga bitta praktika yo'qmi? Yo bo'lmasa, yo praktika demaydi, nima deydi? Bitta probni dars qo'yib bering, bitta ko'raylik deydi. Mana 400 ta, 300 ta nechta odam ko'rayotgan bo'lsa, bemalol bu faqatgina offlaynda o'qiyotgan o'quvchilarga tegishli emas. Bu onlaynda, viloyatdan, Toshkentdan, boshqa joydan o'qib, mana shu kurslarda o'qiyman deyotgan insonlar uchun.
ancha vaqtdan beri kuzatib yurgan insonlar uchun mana bemalol to'lang, borib bemalol chiqib, Telegramdan yoki YouTubedan chiqib turib, to'lasangiz ham bo'laveradi bemalol. 150 ming menimcha hammani kartasidan chiqadi. Xohlagan PayMe, Click, hammasidan bemalol to'lab olsangiz bo'ladi. Lekin yana bir marta aytayapman, o'zi buni balkim biz tashab qo'yarmiz ham mana shuni efirda, ya'ni polni darsimizni tashab qo'yarmiz ham. Keyin yozsangiz bizdan so'rab qolmasin. Mana videoda zapis qilib qo'yapman shu narsani. Boyna 150 ming so'm edi-ku deydi-da. Yo'q, endi biz faqatgina shu video jarayonida aynan aktiv qatnashayotgan insonlar uchun bu narsani biz 150 ming so'm deb qo'yibmiz. Endi keling bitta ana o'tkazamiz. Nima deydi? Savol-javob o'tkazib olamiz. Beramiz, hammasini shablonni anaqasini beramiz. 150 ming so'm 15 ta dars qimmatmi, arzonmi bir oyga? Qimmatmi, arzonmi? Menga bitta shuni yozib yuborsin-da. Mana shu 150 ming so'm 3 soat Zoomda jonli efirda hech qanaqa video rolik tashab bermasdan o'zimiz o'tishimiz, moklar olishimiz, tushish ehtimoli bo'lgan testlar tashab beraman, lekin ular bilan bitta-bitta ishlab berish arzonmi, qimmatmi shunusini menga bitta yozib bering. 150 ming so'mlik bilan nimasi bilan menga bitta yozib bering. Arzonmi, qimmatmi shu? Masalan, ko'pchilik mana viloyatlarda o'qiyapti, onlayn ustozlarda o'qiyapti, offlayn ustozlarda ham o'qiyapti. Qimmatmi, arzonmi shunusini biz bilishimiz kerak. Arziydi deyapti. Da arziydi, arzon, zo'r narx, arzon of course deyapti. Juda arzon. Demo dars. Zo'r, arzon deb, zo'r, arziydi deyapti. Arziydi, zo'r. Katta rahmat. Kimdir vobshe qimmat deb yozyapti. Vobshe qimmat deb. Yo'q, bu kursimizda puli. Yo'q, kursimizda puli. Biz dars o'tishimizda puli. Biz onlayn kursimizga kim yozilmoqchi bo'lganlar borda, o'sha onlayn kursimizga yozilmoqchi bo'lganlarga bizlar 1 oy mobaynida dars o'tib beramiz. Kimgadir 7 kun speaking, listening, reading, writing o'tib beramiz. Zoomda o'tib beramiz. Yo'q, bu bizlarga onlayn darsimizga qo'shilmoqchi bo'lganlar. Biz bilan nima deydi? 100% ishlamoqchi bo'lganlar, ya'ni Zoomda jonli tartibda ishlamoqchi bo'lganlar uchun 150 ming so'mlik 15 ta dars o'tib beramiz biz sizlarga. Ayniqsa speakinglaringizni juda ham kuchaytirib beraman. Men o'zim aynan shu jarayonga bosh-qosh bo'laman men. Aytgancha bitta narsani yodimdan ko'tarilib ketibdi. Qarangizlar, bizlar faqatgina biz 40 yo 50 kishini olamiz, shu bilan joy to'ladi. Nimagaki bitta narsani to'g'ri tushuningizlar. Bizda o'zi joy kam olamiz skidka bo'lganligi uchun. Men shunchaki skidka qilib qo'yapman buni, atayin skidka qilyapman. Lekin keyingi safargida esa men 450-550 mingdan baribir qabul qilaman. Shuning uchun o'zi 30 taga 7 ta to'lov qilganlarimiz soni, to'lov qilib qolsangiz, to'lov qilib qolingizlar. Men mayli nima deydi? Bu imkoniyatda men tomonidan ko'pchilik arzon qilib bering deydi, boshqa qilib bering, sharoitimizdan kelib chiqing, buni qiling deydi. Shundan kelib chiqib turib biz 150 ming so'mlik kurs qildik va mana sizga demo darsimiz qanday tartibda o'tilishlarini biz sizga ko'rsatib berdik-da jarayonda. Buni ichiga hammasi kirib ketadi. Shablonlarni ham hammasini o'rgatish, dars o'tib berish, hammasi ichiga kirib ketib qoladi. Agar bizni kursimizga o'qimoqchi bo'lganlar bo'layotgan bo'lsa, bemalol mana to'lov qilib, mana Ali Teacher Admin degan bor, Ilhom degan yigitimiz bor, mana efirda ortida o'tiribdi. Shularga bemalol cheklarni tashab qo'ysangiz, biz sizga darslarni qo'shib beramiz. Ya'ni guruhlarga qo'shamiz. Hamma bilan men o'zim bitta-bittadan tanishib chiqaman.